Assalomu alaykum. Yana bir bor ruxsat beringlar. Bugungi suhbatimiz mavzusini aytib o'taman videoga tushish uchun. Bugungi suhbatimiz qanday qilib rezyume yozish kerak degan mavzuda maxsus chet elda ishlaydigan va o'qiydigan mutaxassislar jalb qilganmiz. Ular shu rezyumeni formatini qanday yozilishi kerak, hatto kamchiliklarni aytib berishadi va suhbatimizning so'ngida birorta rezyumeni tahlil qilib ko'rsatib berishadi. Hop, ruxsatinglar bilan birinchi spikerimiz Umidjonni taklif qilsam. Jahongir, o'zingiz boshlab beraverasizmi? Albatta. O'zingizni tanishtirsangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Ismim Jahongir Hamidov, yoshim 21 da. Hozirda Polsha davlatida Varshava shahrida istiqomat qilaman. Ish joyimga keladigan bo'lsak, ish joyim bu xalqaro Bigbase kompaniyasi. Kompaniyam fintech kompaniyam, ya'ni asosan xalqaro moliyaviy kompaniyalarga xizmat ko'rsatadi. Shu qatori banklar yoki qandaydir to'lov tizimlari, shunga o'xshash moliyaviy xizmatlarga xizmat ko'rsatadi. Xo'p, asosan mobil ilovalar, veb-saytlar yaratadi va ularni bozorga chiqarib beradi. Biz kompaniya. Shu hozir shu. Endi pozitsiyamni aytib o'taman. Pozitsiyamga keladigan bo'lsam, Android dasturchiman. Bu kompaniyamda 7 oydan beri ishlab kelmoqdaman bu kompaniyada. O'sha ovozingiz eshitilmayapti. So'rayman. Darajangiz middle Android engineer. Zo'r. Uzr so'rayman, ba'zi texnik muammolar bo'lyapti. Endi videoni yoqdim, sizlar ko'rganlaringda. Xo'p, so'z navbatini Umidjon Hamidovga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Avvalambor taklif uchun tashakkur. Xudo barchamizga manfaatli qilsin. Ismim Umidjon. 4 yildan beri Polshada o'qib, ishlab yashab kelamiz. Hozirgi ishlayotgan kompaniyam Vebelyan. O'zi asli fransuz kompaniyasi. Polsha bilan hamkorlikda bu yerda alohida branch bor. O'sha yerda 6 oydan beri, deyarli 6 oydan beri QA injener bo'lib ishlab kelaman. Darajangiz haqida ham aytib bera olasizmi? Daraja middle QA injener darajasida ishlab kelamiz. Bizda yana ikkita spikerimiz bor, Sardorbek Safarov va Saidamir Botirov. Sardorbek aka, adashmasam chetdasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat taklifinglar uchun. Ozgina qo'shilolmay turdim livga, texnik sabablarga ko'ra. Xo'p, ismim Sardor, familiyam Safarov. Hozir Germaniyadaman, shu yerda o'qiyman, o'zi student ishlayman. Hozir faqat tanishtirishmi yo Siz haqingizda gapirib bersangiz, adashmasam ishlayapsiz, internshipni o'tayapsiz, o'shani aytib bersiz. O'zi Germaniyaga student sifatida kelganman. O'zbekistonda qurilish sohasida bakalavr tugatganman-da, Germaniyaga keyin magistratura o'qish uchun kelganman. Tam 4 yilcha bo'lib qoldi. Keyin bu yerga kelgandan keyin o'sha IT sohasiga qiziqib qolganman. O'zi u 4 yil oldin bu paytlarda hali IT O'zbekistonda hozirgidek hype bo'lib ketmagan edi. Bu yerga kelib, ko'rib, qiziqib qolganman. Germaniyada endi ikkita odam bittasi IT o'qiyotganda, ayniqsa O'zbekistondan kelganlar. O'zbekistondan kelgan bolalarni ko'rib, keyin men ham boshqatdan bakalavr IT boshlaganman. Hozir Coris Green kompaniyasida Germaniyada o'sha software engineer sifatida ishlayman. Endi darajam, bilmadim, agar o'zimga o'zim daraja bersam junior deya olaman. Endi ishxonada unaqa daraja berishmaydi, chunki bu yerda nima deydi? Umumiy IT sferasiga o'sha ishchi sifatida olishadi, daraja qilib o'tirishmaydi. Shu o'zim keyin universitetda Java o'sha
nima deydi, data struktura algoritm shunaqa o'rganganman. Qo'shimcha yana kurslardan o'rganganman o'zim Javani. Hozir bu Germaniyadagi xonada avtomatizatsiya, keyin Python bilan ko'proq ishlayman va qo'shimcha yana o'zimni Javada proyektim bor. Katta e-commerce proyekt. O'zim haqida qisqacha shu. Zo'r. Rahmat kattakon aka. Yoshim 28da. Eng muhimi 28da. Eng muhimi. Rahmat kattakon. Saidamir aka ham chetdalar. Saidamir aka gapira olsangiz, o'zingiz tanishtirib o'tirasizmi agar imkoningiz bo'lmasa keyinroq. Mayli, gapira olaman. Assalomu alaykum. O'ylaymanki hammaga yaxshi ishlayapti. Shunaqa. Xo'p, sal kechib keldim. Uzr so'rayman. Hozir birma-bir tanishtirib chiqiryapti, adashmasam, to'g'ri? Shunaqa introduction o'zingiz haqingizda aytib bersangiz, bizning muxlislarimiz ishda ko'rib turib odamlar tanib bilib qolsa. Xo'p, o'zim haqimda qisqa aytib beraman. Men ham shu Germaniyada, Berlinda hozirda Momox kompaniyasida ish yuritaman. Agar karyeram haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, universitetini bitirganman va undan so'ng UDES kompaniyasida 2 yildan ortiq davomida ishlab ish yuritganman va bootcampda UAkademiyada birinchi gruppaga dars berganman va parallelniy Upwork orqali 9 oy davomida Rabbitker kompaniyasida ishlaganman va undan so'ng Germaniyaning Berlin shahridagi Momox kompaniyasidan qurib, hozirda mana 7 oy turki o'sha kompaniyada ish yuritaman. O'zi asosiy yo'nalishim Golang backend injener sifatida. Bunga taklif qilishda rezyume bo'yicha o'sha bironta tajribangizdan kelib chiqib maslahatlar berish yuzasidan hozirgi holdaman. Rahmat. Shu o'zim haqimda qisqacha informatsiya. Rahmat kattakon. Ruxsatinglar bilan rezyumeni tahlil qilishni boshlasak, aytganimdek, birinchi Jahongir va Umidjon umumiy tahlilni qilib berishadi, ya'niki basic qismi deyshadi, strukturasini. Keyin esa Sardor aka va Saidamir akalar qo'shimchalar bo'lsa aytib, oxirida o'zlarini qo'shimcha anaqalari bor. Surprizli tahlil qilib berishadi va foydali ma'lumotlar berishadi degan umiddamiz. Jahongir, Umidjon, sizlarga beraman. Hop, rahmat Ravshan. Rezyumeni tahlil qilishdan boshlashdan oldin bir batafsil ma'lumot bermoqchiman. Qisqacha, ya'ni o'zi jarayon qanaqa bo'ladi chet kompaniyalarga kirishda. Hiring process deymiz, ishga olish jarayoni qanday kechadi, shuni bir tushuntirib bermoqchiman qisqacha bilmaganlar uchun. Birinchi navbatda HR, ya'ni Hiring Resource Manager vakansiya e'lon qiladi. U har xil saytlarga e'lon qilinadi. O'zbekiston holatida bu LinkedIn bo'lishi mumkin. Headhunter bo'lishi mumkin yoki yana boshqa Telegram kanallar bo'lishi mumkin va umumiy e'lon qilinadi. Applikantlar, ya'ni arizachilar, ish qidiruvchilar o'zlarining rezyumelarini jo'natishadi va shu rezyumelarni HR ko'rib chiqadi va o'sha klientiga, ya'ni o'z mijoziga to'g'ri kelgan kandidatlarni ko'rsatadi klientga. Endi bu O'zbekistondagi jarayon, lekin xalqaro kompaniyalarda bu sal murakkabroq. Bu yerda arizachilar soni juda ham ko'p va shu sababdan ularda maxsus bir tizim bor, maxsus bir bot bor, nomi ATS. ATS bu Applicant Tracking System, ya'ni arizachilarni analiz qilish tizimi desak bo'ladi. Bu tizim qanday ishlaydi? Bu tizim o'sha topshirilgan rezyumelarni HR ko'rishidan oldin filtrlab beradi. Ya'ni aytaylik, qaysidir kompaniya vakansiya e'lon qilgan va u vakansiyaga umumiy hisobda 200 taga yaqin rezyume kelib tushgan deylik. Shu rezyumelarni avval ATS, o'sha men aytgan tizim filtrlab beradi. Buni birinchi navbatda HR o'zi maxsus bir sozlamalar orqali sozlaydi. Yani u qanday sozlaydi? Ma'lum bir keywordlar, ya'ni so'zlar kiritadi. Aytaylik, vakansiya bu QA ga yoki Androidga deylik, osonroq bo'lishi uchun menga Androidga va u yerda klientning qanaqadir bir talablari bor. Java tilini bilish kerak yoki Kotlin tilini bilish kerak, shunga o'xshash talablari bor. Endi HR shu talablarni ATS ga, ya'ni o'sha botga kiritadi. Shundan keyin u bot har bitta qabul qilingan rezyumeni tekshirib beradi va ma'lum bir keywordlar bormi, yo'qmi tekshirib turib foizini chiqarib beradi. Misol uchun 70% o'sha HR qidirgan so'zlar bo'ladigan bo'lsa,
demak u applikantni HR ga ko'rsatadi rezyumesini. Bo'lmasa u applikantni rezyumesini HR ko'rmaydida, shunchaki отказ qilinadi, ya'ni rad etiladi bu rezyumelar. Qanday shu narsani tushunish kerak? Yozilgan rezyumeni birinchi navbatda inson emas, birinchi navbatda shu maxsus bir tizim ko'radi, bot ko'radi. Shuning uchun aynan o'sha botga moslab yozilishi kerak rezyumelar birinchi navbatda. Shu botdan o'tgandan keyingina uni odam ko'radi, HR ko'radi. Shuni har doim inobatga olish kerak. Endi hozir ruxsat bersanglar, ekranni share qilsam. Ko'rinyapti sizlarga? Hop. Ko'ryapti. Uzr so'rayman. Sizlarga chizib ko'rsatib beraman shu narsani. Ya'ni bu yerda birinchi navbatda bu o'sha bot ATS yozib qo'yaylik tagiga. ATS bot. Hop. Bu endi rezyume. Bitta rezyumeni ko'ramiz. Ichida har xil so'zlar yozilgan. Endi bu ATS tizimini HR o'zi sozlab qo'ygan. Qanday sozlagan? Ichida misol uchun ma'lum bir so'zlar bo'lishi kerak degan. Aytaylik, yil, qanaqadir 2 yil, 3 yil bo'lishi mumkin yoki 1 yil bo'lishi mumkin. Biz holatda 3 yil deymiz. 3 yil Java va yana qanaqadir boshqa so'zlar bor, kalit so'zlar bor. Rezyume keldi. Rezyumeda so'zlar bor. Endi aytaylik 3 yil emas, 2 yil yozilgan bu yerda. Va Java so'zi, ya'ni ATS kerak bo'ladigan Java so'zi bu yerda rezyumeda yozilmagan. Ya'ni boshqa xil yozilgan. Aytaylik Kotlin deylik. Kotlin yozilgan. Bu holatda qanday ishlaydi? Rezyume birinchi navbatda ATS ga kelib tushadi. ATS bu rezyumeni tekshiradi. Unda qanaqa kalit so'zlar bor. Xo'p, ATS ning talabi Java tilini bilish kerak va 3 yillik tajriba bo'lish kerak, to'g'rimi? Shunday shu holatda bu kandidatimiz tushmayapti. Nimaga? Chunki tajribada 3 emas 2 ko'rsatilgan. Va uni dasturlash tillarining ichida Java yo'q. Shu sababdan bu kandidat hisoblanadi, foizga hisoblanadi. Necha foiz tushyapti kalit so'zlarga. Endi bunaqa kalit so'zlardan ATS ichida juda ko'p bo'ladi. U ikkita bo'lmaydi, juda ko'p bo'ladi va o'sha kalit so'zlarni rezyumeda kalit so'zlarni taqqoslaydi bu bot. Bu tushmasa, ma'lum bir foizdan, masalan 70% dan kam bo'ladigan bo'lsa, bunga avtomatik ravishda rad javob beriladi va bu rezyumeni HR ko'rmaydi. HR ni ham chizib beramiz hozir. Tushunarli bo'lish uchun. Aytaylik bu HR. Ya'ni HR bu odam, o'sha rekruter. U faqatgina ATS dan o'tgandan keyingina rezyumelarni ko'radi. Boshqa hollarda rezyumeni ko'rmaydi. Shuning uchun biz asosiy bugungi mavzuyimiz shu ATS dan o'tadigan va HR ga ham imkon qadar xush keladigan rezyume yozish bo'ladi. Hop. Misol tariqasida men bir rezyumeni topdim. Hozir ko'rsataman. Bu Dilmurod Yangiboyevning rezyumesi. Va ko'rib turganimizdek, bu rezyume aytib o'tishim kerak, bu rezyume bilan Teslaga kirgan Dilmurod Yangiboyev. Teslaga qabul qilingan rezyume bu. Ko'rib turibsizki, rezyume juda oddiy. Hech qanaqa bir dizayn, hech qanaqa bir grafik, bir bezanishlar yo'q. Oddiy, ranglar bir xil, oq-qora. Faqatgina shu fontlardan to'g'ri foydalanilgan va styledan to'g'ri foydalanilgan, ya'ni shriftdan to'g'ri foydalanilgan. Birinchi navbatda bizni ko'zimizga tashlanadigan narsa bu rasmning yo'qligi, rezyumeda rasmning yo'qligi. Bu juda bir debatli mavzu. Kimdir rasm qo'yish kerak deydi, kimdir qo'ymash kerak deydi. Lekin aksariyat dasturchilar o'zlarining rezyumelariga rasm qo'ymaydi. Buning asosiy sababi rasm qo'yilgandan keyin katta bo'lishi kerak. Imkon qadar yuzingiz yaxshi ko'rinib turishi kerak va shuning uchun bu joyini olib qo'yadi.
Rezumeda rasm qo'yilishi bu joyini olib qo'yadi va o'zingiz haqingizda ko'proq ma'lumot bera olmay qolasiz. HRlar asosan ma'lumotga qarashadi. Shuning uchun rasm qo'ymasdan, men shaxsiy fikrim, rasm qo'ymasdan ko'proq ma'lumot yozgan yaxshi. Qanaqa savollar bormi shu vaqtgacha? Bo'lsa javob berib ketardik. Rahmat, davom etamiz. Shu rasm masalasi, ko'pchilik rasm qo'ymaydi shu sababdan. Endi keyingi masala bu uni tuzilishi, ya'ni qanday tuzilgan bu kontaktlar. Ko'rsanglar, imkon qadar joy ekonom qilingan bu yerda. Bitta qatorga qilingan. Telefon raqam, email, LinkedIn, GitHub. Eng kerakli ma'lumotlar tepada joylashgan. Ya'ni bu rezume ATS friendly. Bu degani biz aytgan ATS botdan bu rezume muvaffaqiyatli o'ta oladi. Nimaga? Chunki bu ATS ni o'ziga yarasha muammolari bor. Qanaqa muammolar? U har xil bezatirilgan grafiklarni yaxshi qabul qilmaydi. Bu bot, misol uchun qanaqadir bezatma bilan berilgan grafiklar bo'ladi-yu, rangli, qanaqadir tablitsalar, ularni yaxshi qabul qilmaydi va ularni yaxshi tushunmaydi. Yaxshi tushunmaganligi uchun отказ berib yuboradi sirazi. Ya'ni bu unaqa rezumelar HR gacha yetib bormaydi. Shuning uchun imkon qadar rezumeni oddiy, ATS friendly qilish kerak. ATS friendly bo'lish uchun shu birinchi navbatda o'zim so'rayman, yo'qotib qo'ydim. ATS friendly bo'lish uchun birinchi navbatda oddiy yozilishi kerak rezume. Hech qanaqa ranglarsiz, hech qanaqa grafik, qanaqadir bezatishlarsiz bo'lishi kerak rezume. Shunda ATS friendly bo'ladi va uni HR ko'radi. HR gacha yetib boradi bu. Yana keyingi qilinadigan xato bu profile, ya'ni o'zi haqida qisqacha ma'lumot beradigan joyga ko'pchilik juda ko'p yozib yuboradi, yoki juda kam yozib yuboradi. Bu yerda imkon qadar qisqa va eng muhim ma'lumotlar berilishi kerak. Chunki rekruter, HR rezumeni ochganda birinchi bo'lib shu betni o'qiydi. Aynan mana shu bet o'qiladi birinchi bo'lib va u yerda HR ni ushlab oladigan nimadir bo'lishi kerak. HR ga yoqadigan nimadir bo'lishi kerak. Ko'pchilik statistik ma'lumotlarga ko'ra HR umumiy hisobda 4 yoki 5 sekund sarflaydi bitta rezumeni ko'rishga. Ya'ni butun tekstni o'qib chiqmaydi HR. HR qachon ko'proq tekstni o'qiydi, qachonki profile page yaxshi yozilgan bo'lsa. Shuning uchun profile page ga juda ham ko'p narsa bog'liq. Ya'ni qisqa bo'lishi kerak, lo'nda bo'lishi kerak va u yerda raqamlar bo'lishi kerak. Aynan necha yillik tajriba, qaysi sohada, qaysi tillar bilan shunga o'xshash narsalar yozilgan bo'lishi kerak. Qisqa va lo'nda. Qanaqa savollar bormi? Xonga bitta narsani aytmoqchi edim. Savollarni oxiriga qoldirsak maylimi? Umumiy qilib bitta beramiz, savollar bemalol aytib, keyin javob olishadi. Qanaqa qo'shimchalar bo'lgan bo'lsa, boshqa spikerlar ham qo'shimcha qilishlari mumkin. Marhamat. Xo'p, davom etamiz. Qo'shimchalar bo'lsa. Saidamar aka? Xo'p, qo'shimchalar keladigan bo'lsak, da to'g'ri, template sodda bo'lgani yaxshi, consistency muhim. Bu narsani yaxshi aytib o'tdilar. ATS sistemasi haqida to'liq informatsiyaga ega emasman, lekin nima bo'lganda ham katta kompaniyadan, kichkina kompaniyadan bitta rezume, ya'ni bitta HR ga bir nechta rezume kelib tushadi. Bu degani HR o'zini vaqtini qadrlaydi va ular uchun bitta open pozitsiyaga 3-4 ta odamni intervyu qilish yetarli. Lekin unga 40lab, 50lab, kerak bo'lsa 100lab odam topshirishi mumkin. Bu narsa nimaga olib keladi? HR har bitta rezumega detalni qaramaydi. Qaraydi, professional bo'lishi kerak. Ya'ni professional deganda qanaqa? Spelling xatolar bo'lmasligi kerak va shriftlaringiz to'g'ri tanlangan, odamga bir ko'rganda uje so'zlar orqali, harflar orqali ularga rezume chiroyli ko'rsatib berib, yetkazib bera olishinglar kerak. Bu narsani uje aytib o'tdilar, bo'lsa qo'shimcha sifatli informatsiya.
Rahmat. Sardorbek aka, sizda ham bo'lsa, shu qismigacha aytsangiz. Endi Hamidov do'stimiz o'zi yaxshi tushuntirdi, juda ham zo'r. Даже men o'zim ham ko'p ba'zi yangilik narsalar bo'ldi. O'sha rasm borasida men qo'shimcha qilmoqchi edim. Rasm endi bu menimcha davlatiga deydimi, o'sha lokatsiyaga qarab o'zgaradi. Masalan, bular aytgandek, Yevropada rasmda so'ralmaydi. Iloji bo'lsa rasmsiz bo'lgani ham yaxshi. Kamdan kam kompaniyalar so'raydi. Meni bilishim bo'yicha, menimcha O'zbekistonda, o'sha Central Aziya bu yoqlarda ko'pchilik rasm qo'yadi. Yevropada endi nima deydi, o'sha ko'rinishga qarab munosabat deydimi, o'sha emosiya o'zgarishi bo'lishi mumkin deb shaxsiy o'sha daxlsizlik tufayli qo'yishmaydi. Shuni qo'shimcha qilmoqchi edim. Rahmat. Keyin bitta masala, email yoki shaxsiy kontakt detallari ba'zida ko'rib qolamiz, emaillarda professional bo'lmagan emaillardan foydalanishadi. Misol uchun ismini aytaylik, Dilmurod bo'lishi mumkinmi 1997 yoki shunaqa qo'shimchalari. Bu rezume o'zi bitta shaxsda professional nima desak, yuzi desak to'g'ri bo'ladi. Bunday holatlarda, ya'ni professional emaillardan foydalanish menimcha bu to'g'ri. Bunga ham yaxshi bir e'tibor qaratish kerak. Rahmat hammaga qo'shimchalar. Xo'p, shu to'g'ri aytildi. Aynan email professional bo'lishi kerak. Bu yerda ko'rsak bo'ladiki, Dilmurod.Yangiboy faqat ism va familiyadan iborat, juda professional email. Iloji boricha shu ism familiya bo'lishi kerak emailda. To'g'ri ta'kidlab o'tildi. Xo'p, demak, profil qismini tushuntirib berdik, ya'ni qisqa, lo'nda va eng muhim ma'lumotlar ko'rsatilinishi kerak. Chunki aynan shu qismdan boshlaydi HR, ya'ni rekruter analiz qilishi. Xo'p, keyingi bo'lim bu experience, ya'ni tajriba bo'limi. Bu juda muhim bo'lim. Aynan shu yerdan ATS ko'p ma'lumot oladi, ya'ni biz aytib o'tgan tizim. Shu yerdan keywordlar qidirishni boshlaydi. Keyword deganda shu maxsus bir so'zlar. Aytib o'tganimdek, bu yerda juda ko'p keywordlar bor. Ko'rishimiz mumkin. API misol uchun, KNN va yana boshqa mana Kubernetes, GitLab, shunga o'xshash so'zlar ko'p ishlatilgan. Ya'ni professional so'zlar. Ularning ko'p ishlatilgan asosiy sababi HR shu so'zlarni yozib qo'ygan bo'lishi mumkin ATS ichiga va shu ATS dan muvaffaqiyatli o'tish uchun ko'proq keyword ishlatilinadi, ko'proq so'zlar ishlatilinadi, maxsus so'zlar rezumelarda. Endi savol tug'ilishi mumkin, shu ATS haqida ko'p gapirdik. Aynan qayerdan olsak bo'ladi? HR bu ATS ga qaysi so'zlarni kiritganini biz qayerdan bilamiz degan savol bo'ladi kandidatlarda. Bitta narsani tushunishinglar kerak, HR bu texnik odam emas, bu ya'ni texnik bilimga ega odam emas. U dasturlash tillarini yaxshi tushunmasligi mumkin. Qanaqadir professional so'zlarni yaxshi talqin qila olmasligi mumkin. Shuning uchun HR bu so'zlarni shunchaki o'zini mijozidan oladi va ATS ga kiritib qo'yadi. Xo'p, endi biz bu ATS ga qaysi so'zlar kiritganini qayerdan bilishimiz mumkin degan savolga o'sha ish e'lon qilingan vakansiyadan bilishimiz mumkin. Shu vakansiyada description, ya'ni ta'rif beriladi ish joyiga. Qanaqa kompaniya, qanaqa mutaxassis kerak, necha yillik tajriba, nimalarni bilish kerak. Iloji boricha HR qanday yozgan bo'lsa, keywordlarni, ya'ni tillarni yozgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? HR descriptionga, ya'ni ta'rifga. O'sha tillarni shunday qilib kopiya qilishimiz kerak. Ya'ni sinonimlardan foydalanishimiz kerak emas. Ya'ni har xil qisqartmalar bor. Aytaylik, reactive programmingda HR RX deb yozgan bo'lishi mumkin. O'zini ta'rifiga. Biz lekin rezumeimizga reactive programming deb qo'ygan bo'lsak, ATS u RX ni qidiradi. Bunaqadan rezumedan RX ni qidiradi va topa olmaydi. Shuning uchun bu rezumening o'tish foizi tushib ketadi pastga. Shu sabab iloji boricha HR qanday ta'rif yozgan bo'lsa vakansiyaga, xuddi shunday so'zlardan foydalanib rezumemizni moslashtirishimiz kerak. Ya'ni
har bitta ish vakansiyaga o'ziga yoqqan har bitta ish vakansiyaga rezyume qaytadan yozilishi kerak, o'sha so'zlarga moslashtirilib, ya'ni definitionlar so'zlarga moslashtirilib, rezyume qaytadan yozilishi kerak. Bu juda muhim. Shunaqa rezyumelar HR gacha yetib boradi. Statistika ma'lumotlar ko'rsatadiki, 75% topshirilgan rezyumelar HR gacha yetib bormaydi va shu sabab ATS ni o'zidanoq отказ qilinadi. Shuning uchun ATS ga juda qattiq qarash kerak rezyume yozayotgan odam. Endi O'zbekiston sharoitida bu sal boshqacharoq hozir, chunki IT endi rivojlanyapti. Hozir faqat top kompaniyalar ishlaydi ATS ni O'zbekistonda, lekin Yevropa yoki xalqaro kompaniyalarga ko'rgan bo'lsak, o'rta kompaniyalarda ham ATS ishlaydi. Chunki bu HR ga juda katta bosim, 200 ta 300 ta rezyumeni ko'rib chiqish juda katta vaqt talab qiladi. Shuning uchun shu ATS dan foydalanadi. Hop, davom etamiz rezyume analiz qilishni. Keyingi bo'limimiz bu experience. Aytib o'tganimdek ko'proq keyword kiritish kerak bu yerda. Va experience qanday yozilishi kerak? Birinchi navbatda oxirgi kompaniya yozilishi kerak birinchi bo'lib. Ya'ni orqadan oldiga yurish kerak. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, may 2022-yildan boshlangan va hozir ishlab kelmoqda deb ko'rsatilgan. Hech qachon eng birinchi kompaniyalar tepaga yozmanglar, bu xato. Chunki HRlar tepadan ko'rishni boshlaydi. Shu sabab tepadan ko'rish maslahat beriladi. Tepadan yozish maslahat beriladi. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkinki, yana experience ni yozilish uslubi. Bu juda zo'r yozilgan. Ya'ni so'zlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, increased, implemented, improved. Ya'ni nimadir qilgan, o'stirgan, ishlatgan, kuchaytirgan. Ya'ni o'zini men shunaqa qilganman deb tasvirlab bergan rezyumeda. Men oshirganman, men ishlatganman, men kuchaytirganman. Ya'ni shunaqa yozilishi kerak. Men qilganman deb yozilish bu psixologik qanaqa trik, psixologik bir o'zbekchalab endi uslub desak bo'ladi. Aynan nimadir qilganligini tasvirlab beradi. Bu yaxshi ta'sir qiladi HRlarning psixologiyasiga. Keyingi qarashimiz kerak bo'lgan narsa bu raqamlar. Ko'rishimiz mumkinki, raqamlar ko'p ishlatilgan bu experience bo'limida. Bu yerda ikkita raqam, misol uchun, keyingi kompaniyada bu yerda ham raqamlar bor. Bu yerda ham raqamlar bor. Ya'ni nima? Raqamlarga qaraydi HRlar. Aytganimdek, HRni 4 sekund, 5 sekund vaqti bo'ladi bitta rezyumeni ko'rishga. O'shanda nimalarga qaraydi? Raqamlar bittada ko'zga tashlanadi. Bittada. Shuning uchun imkon qadar ko'proq raqamlardan foydalanish kerak. Bu sizni tajribangizni yana ham ishonarli qiladi. Haqiqatan ham ishlaganingiz ko'rsatadi shu narsalarni va aynan necha foizga kuchaytirganingizni tasvirlab turibdi. Bu sizga qo'shimcha bir poddержка desak bo'ladi, sizni o'zingizni himoya qilishingizga yordam beradi. Haqiqatan qilgan, manchaga oshirgan degan narsa. Endi bu yozish uslubini o'z nomi bor, XYZ deyiladi bu uslub. Ya'ni nima qilgan? Bu X qanchaga oshirgan yoki rivojlantirgan bu Y va Z nimalardan foydalangan? GoMock frameworklardan, abstractiondan. Xuddi shu uslub experience bo'limida yozilishi kerak. Bu juda zo'r va aynan professional rezyumelar shu uslubdan foydalanadi, XYZ uslubidan. Qanaqa qo'shimchalar bo'lgan bo'lsa, yana speakerlarimizni iltimos qilamiz. Shu vaqtgacha. Saidamir aka, sizda agar Menimcha yaxshi davom etyaptilar, yaxshi tushuntiryaptilar. Oxirigacha boraversalar, men o'ylashimcha bizda ham boshqa misollar sifatida ko'rsatib, bir example sifatida ko'rsatib ketardik. Chunki bilaman, hali aytilmagan informatsiyalari bor, hozir o'zi yaxshi aytib ketyaptilar. Menimcha qo'shimchani biz oxirida qilsak ham bo'ladi. Chunki bilmayman hali yana nimalarni qo'shadilar, nima qo'shimcha gapirishlarini. To'liq tugatib olursalar yaxshi bo'ladi. Rahmat. Xo'p, davom etamiz. Aytib o'tganimdek, shu XYZ uslubidan foydalanish kerak rezyume yozayotganda. Aynan nima qilgan, ya'ni mana improved, qanchaga foizlarni ko'rsatyapti raqamlarda, nima ishlatgan. Mana texnologiyalarni ko'rsatib qo'yganlar zo'r qilib. Bu experience bo'limi. Endi technical skill'lar bularga o'tadigan bo'lsak, ular ham
juda muhim. Aynan ATS tizimi uchun juda ham muhim. Chunki ATS aynan shu texnikal so'zlarni qidiradi rezyumelardan. Shuning uchun bular imkon qadar ko'proq yozilishi kerak va imkon qadar aytib o'tganimdek HR vakansiyaga qanday yozgan bo'lsa, xuddi shunday yozish kerak. Ya'ni bu yerda SQL endi bu qisqartma. O'zi to'liq nomi uzun so'z bu. O'sha so'zdan foydalansak, uni ATS topolmay qolishi mumkin bu so'zni. Shuning uchun imkon qadar vakansiyada qanday e'lon qilingan bo'lsa, xuddi shunday qilib qo'yganimiz yaxshi rezyumega ham. Technical skill'lar faqat bilgan narsalarni yozinglar imkon qadar, chunki bu rezyume o'tgandan keyin siz intervyuga chaqirishadi. Intervyuda shu savollar, shu bilimlar bo'yicha intervyu qilinasiz. Ya'ni bu rezyumeni yozgandan keyin uni himoya qilib olish bor. U bir necha etapda himoya qilinadi bu rezyume. O'rtacha 3 ta etapdan o'tadi. HR bilan gaplashasiz. HR ham xuddi shu rezyume bo'yicha savollar beradi. Ikkinchida yana qanaqadir boshqa uzunroq intervyu bo'ladi. Uchinchisida technical intervyu. Ya'ni 3 ta etapda o'rtacha bu rezyumeni himoya qilasiz. Shuning uchun imkon qadar haqiqatdan ham o'zingiz biladigan narsalarni yozishingizni maslahat beraman bu yerdagi. Chunki himoya qilishda qiynalib qolishingiz mumkin. Xo'p, endi bu education, bular bazaviy ma'lumotlar. Bularni yozishda qanaqadir bir qoidalar yo'q. Bo'lsa yaxshi, bo'lmasa ham bo'laveradi. Xo'p, endi yana boshqa narsa bor. Bu qo'shimcha qanaqadir yutuqlar, sertifikatlar yoki qanaqadir bir ko'ngilli bo'lib qatnashgan qanaqadir savollar bormi? Endi gapirganim. Kimnikidir yonib qolibdi mikrofoni. Tushunarli. Bu qo'shimcha sertifikatlar, bular juda ham muhim, ayniqsa ish tajribasiga ega bo'lmagan insonlarga. Ya'ni tushunishim bo'yicha bu yerda ko'pchilik junior yoki juniordan sal pastroq. Ya'ni bunaqa odamlarga bu juda ham muhim sertifikatlar. Imkon qadar ko'proq sertifikat yig'ish kerak, imkon qadar ko'proq imtihonlar topshirish kerak, qanaqadir bir YouTube'dagi kurslarni tugatsanglar ham bu haqida ma'lumot berishinglar kerak. Chunki tajribasi yo'q odamni ishga olib kiradigan narsa buni sertifikatlari, uni tayyorgarligi, nima o'rgangan, shu bo'yicha savol-javob qilinadi ular. Shuning uchun yangi shu kirib kelgan insonlarga maslahatim, imkon qadar ko'proq sertifikat olinglar, ko'proq o'qib, qanaqadir qog'oz bo'lsin sizlarni shu ko'nikmani o'zlashtirganingizni ko'rsatadigan qanaqadir qog'oz bo'lsin. Xo'p, yana nima qo'shimcha qilish mumkin? Menimcha hozircha shular asoslarni aytib o'tdim. Boshqa spikerlarga navbat beradigan bo'lsak, ular ham qo'shimcha qilib aytib ketsa yaxshi bo'lardi, Ravshan. Tushunarli, rahmat kattakon, Jahongir. Ruxsat bersanglar, Said Amirga, Sardorbek aka, sizlarni bilaman. Eski rezyumelaring bor, tahlil qilib bera olasizlar. Imkon bo'lsa, birin-ketinlikda foydali bo'lgan ma'lumotlar bersanglar. Boshlasam. Said Amir aka siz boshlayvering. Men keyin davom ettiraman. Rahmat. Xo'p, bo'lmasam, men ekranimni biroz share qilaman. Xo'p, ekranim ko'rinayotgan bo'lsa, men darsga gapirib ketishda davom etaman. Yana bir bor assalomu alaykum. Va men o'zimni o'sha Said Amir aka, ovozingiz uzilib qoldi. hamma etaplarini endi sizlar tushunishinglar uchun misol keltiramiz. Faraz qilaylik, sizlar endi yaqinda ish boshladinglar yoki ishga topshirmoqchisizlar yoki endi o'qib bitirdinglar. Sizlarga rezyume kerak. Rezyumeni qanday boshlashinglar kerak? Odatda o'sha ism, familiyalar, o'zingizlar haqida informatsiyalar, qayerda o'qiganinglar, qanaqa proyektlarni qilganinglar va sizlarda qanaqa skilllar, ya'ni qobiliyat borligi haqida ko'rsatib o'tishinglar kerak. Agar endi boshlagan bo'lsanglar, odatda sizlarda eng katta yutuqinglar o'qishinglar bo'ladi. O'qishni birinchiga qo'yishinglar kerak. Bu rezyumeni ochganimdan sabab bu rezyume to'g'riligini yoki mana shunaqa yozinglar degan ma'noda emas. Bu meni qachondir shu birinchi rezyumelarimdan biri, ya'ni bilmayman, 4 yil oldin yozganmanmi yoki
3 yil oldin yozganmanmi, aniq esimda yo'q. Unda nima qilganman? Biz bilamizki, Google Doc'da o'zida o'zini rezumesi bor edi. O'sha rezumeni templatiga qo'yishga harakat qilganman. Eng katta muammo birinchisi template ishlatganimda o'zimdagi informatsiyalarni to'g'ri joylashtira olish va sig'dirish. Ko'rgan bo'lsanglar, qasddir ma'noda informatsiyalar chiqib ketyapti. Sig'dirish uchun yozuvlarni kichkina qiladigan bo'lsam, уже shrift 9 ancha kichkina hisoblanadi. Undan kichkina qiladigan bo'lsam, уже kerakli limitdan o'tib ketgan hisoblanamiz. O'shanga harakat qilganman moslashtirishga, lekin uddalay olmaganman. Shu nuqtai nazardan aytaman, template foydalanmoqchi bo'lsangiz, templatedan iloji boricha foydalanmaslikka qaror qiling, lekin birinchi etapda baribir endi boshlaganlar template bilan qilsa chiroyliroq chiqishi mumkin. Bu birinchi rezumeim. Kamchiliklari, birinchidan ikkita columnli templatedan foydalanganman. Boyaga aytib o'tilgan ATS sistema agar murakkabroq analitika qiladigan bo'lsa, bu bitta qatorda bitta tekst deb qarashi mumkin yoki bitta gap deb tushunishi mumkin. Shu o'rinda experience'ga keladigan bo'lsak, experience'dan keyin sразу уже mana ko'rishingiz mumkin. O'zingizlar select qilsanglar ham bot xuddi shu ko'rinishda select qiladi va ko'pchilik ikkita columnli yozganda strukturaga ahamiyat bermasa, o'sha ATS sistemalar bu tekstni o'qiyotganda experience'ga skillni qo'shib, videosida mana shu narsalarni ishlatgan tushunchasiga kelib qolishi mumkin. Bu narsa hech qanaqa fakt emas. Men ATS sistema qanaqa ishlashini o'zim shaxsan tekshirib ko'rmaganman, lekin razraботчик sifatida agar menga ATS yozish anaqa qilinganda, ya'ni tavsiya berilganda shu ko'rinishda yozgan bo'lardim. Va sizlar ham rezume yozayotganda o'zingizlarni HR o'rniga qo'yib ko'ringlar. Va boya aytganimdek, agar sizlarda ish tajribasi kam bo'ladigan bo'lsa, o'qishda birinchi yozish talab qilinadi, ya'ni education sectioni. Xuddi shu ko'rinishda yozilgan rezumeim bu birinchi variantlardan biri va ikkinchi variantni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi variant emas, ancha o'tgandan keyin o'sha ancha etaplarda har xil rezumelar yozganimdan keyin oradagi bitta variant deb qaraylik, versiya 3.1.2 deylik. Nimaga versiya 3.1.2ligini o'zim ham bilmayman, versiyalab ketganman oxirgisini topish uchun. Bu yerda уже ko'rgan bo'lsanglar, ozgina style qo'shmoqchi bo'lganman, chiroyli ko'rinish uchun. Description yozganman, education'ni birinchi o'ringa qo'yganman. Chunki men qasddir YouTube videosida ko'rganda education birinchida turishi kerak degan informatsiya eshitganimdan keyin educationni yuqori qo'yishga harakat qilganman. Va bu yerda qilgan xatolarimdan biri litseyimni qo'shganim. Agar men уже professional ishda уже opitim bo'ladigan bo'lsam, topshirayotgan joyim uchun qaysi litseyda o'qiganim ular uchun muhim emas yoki qaysi maktabda o'qiganim muhim emas. Odatda bachelor degreedan keyingi bo'lgan o'qishinglar, ya'ni universitetda degresi yoki kollejdagi va undan keyingi bo'lgan o'qishinglar ular uchun muhim bo'lishi mumkin, lekin maktab, litsey ular uchun muhim bo'lmaydi odatda. Agar informatsiya sifatida qo'shaman desanglar, qo'shishinglar mumkin, qachonki sizlarda qolgan informatsiyalar уже yetarlicha joyni to'ldirib egallab bo'lgan bo'lsa. Va keyin skill section 2 ga bo'lib harakat qilganman to'ldirishga. Buni ko'rishinglar mumkin. Odatda bir xil stildan foydalanmoqchi bo'lganman. Ya'ni qanaqa? Experience, skills, education degan tekstlarni ko'rgan bo'lsanglar, bir xil stilga ega, bir xil kattalikka ega va ular men uchun sectionda anglatgan. Va xuddi shu ko'rinishda har bir ishlagan joyimni men bu ko'rinishdagi stilda olganman. Ya'ni kompaniya nomi, link, qisqacha informatsiya va qayerda joylashgani va qaysi oralikda ishlaganim. Xuddi shu ko'rinishda har bir ishlagan joyimni berishga harakat qilganman. Bu nimani beradi? Bu o'sha rezume bo'yicha bir xil stilda saqlaganingizda u ham chiroyli ko'rinishga ega bo'ladi. Bir ko'rganda ko'zga tashlanarli bo'ladi. Va xuddi shu o'rinda o'sha har bir kompaniyadagi o'sha pozitsiyalarda ishlagan etaplarimni ko'rsatib ketganman, qachondan qachongacha qanaqa pozitsiyada ishlaganman va u pozitsiyada nima proyektlar qilganman. Va bunga hali to'xtalib o'tamiz. Bu en to'g'risi deganim emas, prosta bu styling qilish bo'yicha, ya'ni style qilish bo'yicha ko'rsatma. Lekin ko'rganinglardek uni 2 page qilib yuborganman. Ya'ni meni 3 yillik tajribamni hisobga oladigan bo'lsak, ikkita pejdan iborat bo'lishi rezume. Bu yaxshi narsa emas. Odatda recommended bitta page. Qachonki sizda 5, 6, 7 yoki 10 yillik tajriba bo'ladigan bo'lsa, undan keyin ikkita pejli qilish tavsiya etiladi. Agar siz endi boshlagan yoki qisqa vaqt davomida 1-2 yillik tajriba bo'ladigan bo'lsa, bitta pej qilishimiz kerak bo'ladi. Va buni rezumelarimda ishga topshirib ko'rganman, odatda javob qaytmasdi. Shu o'rinda bir narsa aytib ketaman.
agar siz ishga topshirayotganingizda rezumengizdan o'sha rezume topshirasiz, HRdan javob kelmayaptimi? Odatda siz topshirayotgan ish o'rni yoki sizni rezumengizga nisbatan balandroq yoki sizni rezumengizda qanaqadir muammolar bo'lishi mumkin. U kompaniya sizni уже qaysidir ma'noda yo ATS yo HR tomonidan tanlanmagan shu yozgan rezumengiz yoki bilimingiz ular uchun to'g'ri kelmagan hisoblanadi. Va men shuni sezganman, o'zim uchun chiroyli ko'rinardi, hech kimdan feedback olib ko'rmagandim. Ya'ni rezumemdan hech kim menga mana bu joyini to'g'irla, u joyini to'g'irla degan feedback olib ko'rmaganman. O'zim uchun shu rezume to'g'ri deb o'ylab nechta joyga topshirgan bo'lsam, deyarli hammasidan отказ javob kelgan. Bu degani, agar HR intervyugacha yetib bormadimmi, demak men tushunganman, rezumemni to'g'irlashim kerak. Nima qila olardim? Birinchi tushungan xatoyim, birinchidan juda uzun va ikkinchidan yozayotgan dannilarimda XYZ qonuniga to'g'ri tushmaydigan holatda juda ko'p tekstlar uchragan. Ya'ni implemented order distribution logic using shular. No, qanaqa rezultat bergan, nimaga asosan bu rezultat kelib chiqqan, bu haqida informatsiya yo'q. Ular bu informatsiyani bu yozganim orqali tushuna olmaydi. Ya'ni men shu narsani qilman, u narsa qanchalik katta yoki kichkinaligini bu yerda ko'rsatmaganman. Yoki 3 oyda MVP ni chiqardim. O'zi u qanaqa proyekt, kattamidi, kichkinamidi yoki oddiygina Hello Worldga o'xshagan proyektmidi? U haqida ularda tushuncha bo'lmaydi agar bu ko'rinishda yozadigan bo'lsa. Va bu qaysidir ma'noda intermediate versiyasi va Momoxga topshirayotgan, ya'ni Germaniyaga mana shu rezume bilan topshirganman. Bunda o'zi ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi o'sha informatsiyani bitta qog'ozga tushirishga harakat qilganman, ya'ni qog'ozga sig'dirishga. Unda ko'rishinglar mumkin, o'sha ranglar bilan ham chiroyliroq qilishga harakat qilganman. Agar bu ranglar faraz qiling, ozgina rang qo'shmaganimda u qaysi ko'rinishga ega bo'lgan bo'lardi. Faraz qilaylik, qora. Bir minut. Bunisi ham qora. Faraz qiling, qanaqadir ranglari bo'lmaganda u chorni-beli bo'lishi o'zi tavsiya qilinadi, lekin ozgina stil qo'shish bu yaxshi, ko'zga zo'r tashlanadi. Qachonki bu rezumengizni elektronni jo'natsangiz, agar printerdan chiqarishadigan bo'lsa, uje rang ahamiyatini yo'qotadi. No, shunda ham ozgina rang berishim uje ko'zga chiroyliroq tashlanishga va bir xil stilda har bir joyini ko'rsatib ketishim bu uje professionalizmni anglatadi. Chunki ko'zga ko'rganda ham uzoqroqdan agar uzoqlashtiradigan bo'lsam, chiroyli ko'rinadi. Bu bilan mana rezumem eng chiroylisi, eng to'g'risi demoqchi emasman. Bunda ham xatolar yetarlicha va improve qiladigan joylari bor. Ishga kirgandan keyin bilasizlar, hech kim vaqt bo'lmaydi uni to'g'irlagisi ham kelmaydi. No, keyingi ishga topshirayotganda o'zim uchun harakat qilaman, iloji boricha XYZ qonuniga tushirishga. Va ko'rganinglardek, bu rezumem one column deyiladi, ya'ni ikkita column degani bu ikkita columndan iborat tekst mana bu ko'rinishda bo'ladi. Hozir 1 minut qayerdadir bo'lishi kerak. No, tushungan bo'lsangiz, ikkita columnli bu ikki ko'rinishga ega, bitta columnli bu professional ko'rinadi. Nimaga ATS sistemalar ham bitta columnli rezumelarni o'qishga menimcha oson uchun bo'lishi kerak. Va har bir sectionda qisqacha informatsiya berib ketganman. Bu meni eng katta yutuqlarimdan biri, qaysiki shu rezumeda ko'rsatib bera oladigan. Bundan tashqari yutuqlarim bo'lishi mumkin, uni intervyu jarayonida aytaman. Va boyangi qo'shimcha qilib aytgan holda, siz agar o'sha bironta ish o'rnini ko'rdingizmi, bizda shu template bor, o'sha ish o'rniga moslab skilllaringizni yuqoriga qo'yasiz yoki o'shini qo'shib qo'yasiz agar bilsangizgina. Bilmasangiz u narsani qo'shmang, chunki HRdan o'tishingiz mumkin, suhbatdan o'tishingiz mumkin, lekin texnikalda o'sha yozgan narsalaringiz bo'yicha sizlardan savol so'rash ehtimoli juda katta. O'shundan foydalangan holda, ya'ni o'shini bilgan holda sizlar faqat o'zingizlar bilgan bilimlarni Golang pozitsiyaga topshirayotgan bo'lsangiz, Golangni yuqoriga yoki Node.js bo'lsa, Node.js yuqoriga qilib Golangni pastga tushirib qo'yishinglar mumkin. Shu ko'rinishda. Hozir stil qo'shilib qoldi.
No, mayli, buni to'g'rilab olaman. Shu ko'rinishda, misol uchun, qo'shishinglarni tavsiya qilgan bo'lar edim. Va eng oxirgi yana bitta aytib o'tiladigan narsa, Space'dan iloji boricha aqlliroq foydalaninglar, ya'ni joylardan. Unda ko'rishinglar mumkin, juda katta ochiq joy qolgan, mana bu oraliqda. Xuddi shu jumladan har bir oraliqlarda juda katta joylar, bu mani Space'dan mukammal foydalanmayotganimni anglatadi. Bu informatsiyalarni men baribir bitta pejga tiqishim, ya'ni solishim, joylashim kerak bo'lgan. Endi XYZ ruli haqida juda ko'p aytib o'tdim. O'zi qisqacha nimaligi haqida mana Google qilsanglar chiqib keladi. Ya'ni nimaga erishdim? Nima u erishgan narsamni ko'rsatib beradi, ya'ni qandaydir son. Va nima qilish orqali, mana bu yerda zo'r ko'rsatilgan, X ga erishdim, Y orqali o'lchanadi, Z ni qilgan holatda. Bunga misol, men misol uchun qaysidir proyektni mana bu qismida mana bu narsani bajardim. U narsa o'sha proyektni 45% tez ishlashiga olib keldi, chunki men unda mana bu texnologiyadan foydalangandim degan ko'rinishda yozishinglar kerak bo'ladi. Yoki shunga o'xshagan o'zingizlarni X accomplishment'larni Y measurement orqali Z qilgan holatda qildim degan narsani rezumeda yozish tavsiya etiladi. Bu odatda Google tomonidan qilingan tavsiya, ya'ni Google tomonidan chiqarilgan tavsiya. YouTube'da ko'rgandim. Hozir bu yerda har xil resurslardan o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi baribir o'sha XYZ'ni bir xil narsaga olib boradi. Endi o'zim rezumem tushuntirib o'tdim. U narsani hayotda ko'rsatganim, o'ylaymanki, yana rekord qilib olinganda ham boshqalar bilan ochiqchasiga share qilmaydi, chunki bu Shahriyor Ismatov, ya'ni hamkasbim rezumesi edi. Undan hali so'rashib ulgurmagandim. Va shunday bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qilaman. Uni rezumesi o'sha Dilmurod Yangiboyevnikiga o'xshash stilda yozilgan va menga feedback sifatida jo'natildi. Feedback emas, prosta rezumesi kelib tushdi va men u rezumeni ko'rib bir ikkita feedbacklar berdim, ya'ni ozgina stylinglar qo'shing, chunki juda boring ko'rinib qolmasin. HR ga qiziqtira olinglar. Bu yerda informatsiyalar zo'r yoritilgan, zo'r keltirilgan va undan keyin o'sha ko'rishinglar mumkin, oddiygina rang qo'shganlariga ham o'sha ko'zga boshqacha tashlanishni boshlagan. Lekin bu bilan uni lolazor qilib tashlaylar degan ma'noda emas. Ya'ni har qayerda istagan ranginglarni qo'yib tashlaylar degan emas. Va ikkinchi aytgan feedbackim, bu narsani to'g'rilash oson bo'lmadi. Mana ko'rishinglar mumkin, mana bu qizil joylarda juda katta spacelar yoki mana bu yerda inconsistency, ya'ni qaysi ma'noda? Qolganlarning orasi kichkinada, mana bu oraliq juda katta. Bu narsa kichkina narsa, lekin professional ko'rinish uchun ahamiyatli. Ya'ni siz rezumengiz o'sha professional ko'rinishga ega bo'lish uchun shu joyda mana bu oraliq bilan farqi ham qaysidir ma'noda ularni fikrlashiga ta'sir qiladi. Yoki bo'lmasam mana bu shrift bilan qanchalik farq qilishi sizni o'sha qaysidir ma'noda stilingizni anglatadi. Va hech qachon bitta rezumeda ikki xil shrift foydalanmaydi. Va ranglarda ham boricha har xil emas, bir xil consistent ranglardan foydalaninglar. Va bitta datani misol uchun italik qilib yozdinglarmi? Qolgan datalarni ham italik qilib yozsanglar, o'sha явно ajralib turadi. Mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda o'sha stillar bor. Men prosta bergan feedbackim oxirida iloji bo'lsa mana bu spacelarni sal mukammalroq foydalaning degan feedback berdim. Lekin u narsaga erishish oson bo'lmagani uchun oxirgi holati mana bu ko'rinishga keldi. Ko'rishinglar mumkin, birinchi versiya tashalgani bu edi. Ozgina harakat bilan, uni ko'p o'zgartirish kiritmasdan, o'sha qaysidir ma'noda rezumeda o'zgarish sezasizlar. O'ylaymanki, bu narsadan o'zingizlar uchun stil qilayotganda xulosa chiqarishinglar mumkin. Bu rezumelardan ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarim edi. O'zim aytib o'tadigan bo'lsam, qisqacha qilib, kompaniyada HR bilan shaxsan bu bo'yicha ham qatnashib ko'rdim. Ya'ni erta menga aytilgan informatsiyalar bo'yicha ulashadigan bo'lsam, HR aytdiki, u texnik odam emas, ular ham keyword qidiradi. Keyword qidirayotganda ish o'rni uchun ular nimaga qiziqadi? Nafaqat technical skills, balkim sizlardagi soft skilllar ham rol
rol o'ynaydi. Ya'ni qanaqa? Ularga kommunikabelni odam kerak bo'lishi mumkin yoki ko'proq team player kerak bo'lishi mumkin yoki team leader kerak bo'lishi mumkin. O'zi uchun u so'zlarni o'sha job titleda odatda ko'rsatib o'tgan bo'ladi. O'sha narsalarni ko'rsatib beradigan holatdagi odamni ular qidiradi. Rezumengizda shu narsani ko'rsatishingizni tavsiya bergan bo'lardim. Misol uchun faktlarning ichidan o'shanga mos informatsiyalarni olishdi. Yana bitta narsa, hobbi qo'shish kerakmi, yo'qmi? Bu narsa haqida ham savol berganimda, hobbi kompaniyaga foydasi keltirmaguncha qo'shish zarur emas. Ya'ni nimaga? Sizda o'zi birinchidan spacingizni wisely foydalanishingiz kerak. Ya'ni mukammal foydalanishingiz kerak. Iloji boricha ko'proq informatsiyani kichkinaroq so'zlar bilan mukammal ifoda eta olishingiz kerak. O'sha nuqtai nazardan hobbi joy egallaydi rezumeda. Lekin qachondir hobbi ham ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Qachonki sizda tajribangiz nisbatan kamroq, rezumega ko'rsatiladigan so'zlaringiz, kompaniya uchun hobbingiz rol o'ynashi mumkin. Misol uchun siz futbolda yaxshi o'ynashingiz, qasr ma'noda siz tim bilan yaxshi chiqisha olishingiz, sportga qiziqishingizni anglatishi mumkin. Bu tomonlama hobbi optional, agar joyinglar qolsa qo'shishinglarni tavsiya beraman. Joyinglar qolmasa hobbi birinchi prioritetda qo'shilmasin rezume uchun. Yana nimani aytib o'ta olaman? Oxirida aytib o'ta oladigan yana bitta feedbackim, rezumelarni kimgadir o'sha reviewdan o'tkazinglar. Hamma odamning ham misol uchun fikri to'g'ri bo'lmasligi mumkin, chunki men ham aytmayman, men aytayotgan fikrlarim HR tomonidan noto'g'ri tuyulishi mumkin. Lekin feedback olganingizdan keyin o'zingizda o'sha ikkita variant bo'ladi solishtirishga va odamlardan feedback olib, o'zingiz uchun eng zo'r variantni hosil qilasiz. Va HR dan ham feedback ola olsangiz, u juda ham zo'r. Misol uchun eski kompaniyalardagi HR dan bir og'iz feedback olsanglar, sizlar uchun kerakli feedbacklarni to'g'ri yetkazib bera oladi. Va rezumeda bitta narsasini tushuninglar, HR ko'rib chiqadi odatda suhbatgacha borishinglarga HR o'sha sababchi bo'ladi. HR technical skilllarni bilmaydi. Ya'ni sizlarni misol uchun Node.js yoki Go yo C++ da algoritm, shunga o'xshagan terminlarni foydalansanglar, ular tushunmasligi mumkin. Hammasi ham emas, tushunmasligi mumkin. Ular o'sha keywordlarni qidiradi. Lekin HR gacha yetib bordinglar degani, u rezumelar odatda bir marta team leader bilan intervyuda ochib ko'rilishi mumkin. Unda ham men o'zim necha marta intervyuda qatnashgan bo'lsam, rezumesini ko'raman, professional yozilgan, okey, lekin detalni ko'rmaganman. Hech qachon rezumeda bitta-bittalab o'qib chiqmaganman. Bu degani HRdan o'tdinglar, 70% rezumelar o'zini ishini bajardi, 30% ish qoldi. Bu narsa o'sha rezumedan savol javob qilayotganda so'rash uchun, o'shuning uchun yolg'on fakt qo'shmaslikni tavsiya beraman. Bu qisqacha emas, sal cho'zilib ketdi. Tayyorlanmaganim uchun qasr ma'noda pala-parcha gapirgan bo'lishi mumkin. Aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. E'tiboringiz uchun rahmat va keyingi odamga stejni berishga tayyorman. Rahmat kattakon, juda ham foydali bo'ldi. Yo'q, juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'ribsiz. Umuman hamma yaxshi tayyorgarlik ko'rgan. Suhbatimiz mazmunli, juda manfaatli bo'lyapti. Kelinglar, Sardorbek aka bilan Umidjonni ham gapirtirsak, chunki bular juda ham bebaho kadrlar, to'g'risi O'zbekiston uchun. Bular ham juda ko'p boshlardan narsani chet elda ishga kirishish o'zi oson emas. Juda ham ko'p fail, juda ham ko'p nima deydi, rezumeni editlari, ana hozir Said Amiraka aytganlaridek, rezumeni hattoki versiyalarigacha qo'yib chiqishgan. Bu degani taxminan 1000 taga yetib bo'lishgan. Shuning uchun Sardorbek aka, sizga navbat beramiz. Marhamat. Rahmat. Men endi o'zi birinchi aytmoqchiman, o'sha rezumeni tayyorlayotgan paytda ko'proq vaqt sarflashni birinchi navbatda o'zi tavsiya berardim. Hozir bu yoqda endi mana shuncha maslahatlar berildi, yo'l yo'riq ko'rsatildi. Bu ham kam hali. Ko'proq vaqt sarflab, ko'proq ma'lumot izlab, masalan, mana X, Y, Z prinsipi, shunaqa prinsiplar boshqalarni ko'rib, birinchi o'rinda shu ko'proq vaqt sarflab, rezumening ustida qayta ko'proq ishlash kerak. Mana yaqqol misol, Said Amirbekni rezumesi nechtalab versiya, o'sha har safar qayta ishlanganda keyin ko'proq odamdan feedback olish, o'sha jo'natib har kimdan so'rab ko'rish kerak. O'zi bu mana Ravshanbek siz bilan ham o'sha kecha guruhda tanishib qoldik. Feedback so'rashni orqasidan. O'shaning uchun ko'proq odamdan feedback so'rash kerak. Ayniqsa o'sha ishlab, o'sha o'zini sohasiga yaqin insonlardan
ko'proq so'rash kerak. Endi hozir Hamidov do'stimiz bilan Saidamir ko'p ma'lumotlarni berishdi. Men ham asosiy, fundamental hamma bilimlar menimcha berildi bu yoqda. Men o'zimni o'sha rezyumelarimni solishtirib ko'rsatib berishga harakat qilaman men ham. O'zim qilgan xatolarim, boshqasi ekranni share qilaman. Xo'p, sizlarga ko'rinyapti deb umid qilaman. Meni rezyumem nemis tilida, chunki men asosiy o'sha ish joyimda ham o'qishda ham nemis tilidan foydalanaman. Shunga rezyumemni ham nemis tilida tuzganman, chunki Germaniyada baribir o'zini tili birinchi o'rinda, shunga men nemis tilida qilganman. Bu mana eski versiyasi Lebenslauf nemischasiga rezyumemni. Bu yoqda o'sha harakat qilganman, ko'proq maslahat olib, izlanib qilishga, o'sha LinkedIn, GitHub profillariga linklar qo'yganman, anaqasiga, emailim. Birinchi xato bu yoqda. Endi men asosan nima faillar qilganimni gapirib berishga harakat qilaman. Chunki nima qilish haqida ko'p gapirdik, nima qilmaslik haqida ham gapirsak, menimcha yaxshi bo'ladi. Boya aytilgandek, HR texnik bilimga ega odam bo'lmaydi. Juda ham ko'p holatda, odatda, o'shaning uchun unga kulish bo'lsa kerak. Ana men bu yoqda juda ham long test qilganman, o'zim proyektlar qilganman va shular haqida ma'lumot berishga harakat qilib, juda ham ko'p tekst cho'zilib ketib qolgan. Chunki men o'ylaganman, что ko'proq tekst bo'lsa, ko'proq ma'lumot bo'lsa, qiziq bo'ladi HRga deb o'ylaganman, lekin hozir bu fikrdan umuman qaytganman. Hozir o'zimga ham ana dahshatli ko'rinadi, rezyume nima qilganman o'zi deb o'ylab qolaman. Va bu yerda link berganman. O'sha proyekt qilib, hali bu o'sha proyekt qilish haqida ham gapiraman. Proyekt qilib turib, shunga link qoldirganman, GitHubga o'sha kodlarni joylab, Spring Boot'da kod yozib. Bu yerda qilinish kerak bo'lgan ish prosta qisqa 2 yo 3 qator shu qanaqa texnologiyalardan foydalanilgan, bu o'zi kod nima ish qiladi, qanaqa muammoni hal qiladi yozib ketish bo'lgan. Endi shunchaki menda o'sha paytda birinchi marta hali experience yo'q, rezyumemni to'ldirishga harakat qilganman, shunga ham long test bo'lib ketgan va bu yerdan ko'rishingiz mumkin, birinchi proyektni qo'yganman, shuning uchun ham experience yo'q bo'lgani uchun. Lekin o'zi odatda birinchi o'rinda o'sha experience yoki o'sha ta'lim turish kerak, o'qigan joylari. Men endi o'zimcha o'ylab buni proyektlarni birinchi o'ringa qo'yganman. Lekin mana shu proyektlar kerak. To'g'ri, birinchi o'rinda turish kerak emas pastroda, lekin ayniqsa birinchi ishga kirayotgan paytda hozir menimcha bizni o'sha endi kurslarni tugatib ish qidirayotgan ko'pchilik shunaqa kuzatyapti. O'shaning uchun birinchi maslahat o'zi proyektlar qilish kerak. Yoki endi testerlar bo'ladigan bo'lsa to'g'ri, menimcha o'zi shunday erkin bironta proyekt qila olmasa, o'sha kimnidir qilgan proyektini test qilib berishi mumkin, boshqa qilish mumkin. Bu haqida yana gaplashamiz. Keyingi xato, hali ham bu yoqda experience kelmaganda men texnologiyalarni yozganman va texnologiyalarda aralashganman. O'sha professional rezyume tuzishda texnologiyalar ajratilgan bo'lishi kerak. Chunki texnologiyalar ham dasturlash tillari bor, bular alohida. Biz foydalanadigan qo'shimcha toollar bor, ular alohida turishi kerak, frameworklar alohida turishi kerak. Bu yoqdagi xato meni qilganim, buni aralashtirib tashlaganman. Dasturlash tili ham mana frameworklar ichida yuribdi, bu yoqda GitHub frameworklar bilan aralashib yuribdi, juda ham chalkash bo'lib ketgan. Va nihoyat oxirida beg'us erfarim o'sha nemichasiga experience kelgan. Iloji boricha harakat qilganman. Bu O'zbekistonda o'sha qurilish sohasida ishlaganlarimni yozganman. Endi chunki boshqa yozishga narsa bo'lmagan. Endi qurilish sohasidagi ham o'sha IT ga aloqador bo'lgan AutoCAD bilan ishlaganim uchun yozganman. Lekin agar o'sha siz experience ko'proq bo'lsa, kimdadir yo boshqa bo'lsa, bunaqa ortiqcha sohaga aloqador bo'lmagan narsani yozmagan ma'qul. Praktikamni ham yozganman. Keyin va oxirida mana o'qigan joylarimni keltirib o'tganman. Bu yoqda hozirgi o'qiyotgan joyim Dortmund texnika universiteti informatika o'qiyapman va O'zbekistonda
temir yo'l institutida qurilish sohasida o'qiganman va bu yoqdagi kamchilik, agar sizda universitet o'qigan bo'lsangiz, universitet haqida, o'sha yo'nalishingiz haqida ko'proq ma'lumot bergan ma'qul. Buni hozir keyingi yangi rezyumemda qanaqa yozganimni ko'rsataman. Hech bo'lmasa qisqacha o'sha informatika o'qiyapman. Xo'p, informatikani ham masalan virtual informatik deydi. Bu o'sha iqtisodiy informatikaga aloqador. Masalan, Germaniyada juda ham ko'p yo'nalishlar bor. Computer science, boshqa data science shular bor. O'shaning uchun aynan informatika o'qiyapman, lekin o'sha yerda nima o'rganayotganini ham yozib ketgan yaxshi. Va bu yoqda o'qigan kurslarim, bular ham juda ham chiroyli bo'lmagan holatda bo'lib qolgan. Sal tartibli, akkuratni yozish mumkin edi va oxirida tillar. Endi hobbi boshqa yo'q. O'sha o'zbek tili, rus tili, nemis va ingliz tillarini yozganman va bu tillarni ham endi menda sig'may qolgan. Shuncha ikkiga bo'lib yozganman. O'z aslida bir qator shu list ko'rinishida yozish yaxshiroq. Bu o'sha va bu rezyume bilan men juda ham ko'p отказ olganman. Даже отказni ham olmaganman. Отказ kelsa qonadigan holatga kelganman oxirida. Lekin baribir shu birinchi ishimni shu rezyume orqali topganman. Bu mana shu yerda bitta magazin uchun avtomatlashtirish sistemasini qilib berganman. Oddiy Excel Google Sheets'da ishxonamga shu qiziq bo'lib qolgan. Bu proyektlar haqida boya aytgandek hali gaplashamiz. O'sha paytda to'liq bu haqida gapirib beraman. Xo'p, hozirgi rezyumem, hozir ko'rinishi, buni endi yana o'sha yangilab boryapman, hali o'zgartirish kerak bo'lgan narsalar bor. O'sha masalan X, Y, Z prinsipini qo'llash kerak, bu yoqda boshqa balobatlar. Bu yoqda oddiy o'sha kontakt datalari, ism, familiya va bu yoqda tug'ilgan sana va joyni yozganman, chunki o'sha ishxonamdagi HR bilan suhbatlashganimda shu yaxshi bo'ladi, shu tug'ilgan vaqting, joyini yozib qo'ysang, bu qiziq bo'lardi bizga degan va e'tibor bergan bo'lsanglar, ikkita rezyumeda ham rasm yo'q. Boya aytganimdek, Yevropada, Germaniyada o'sha rasmsiz odatda jo'natiladi, bo'lib ham aytishniklar. IT sohasidagilar umuman rasm bo'lmaydi, o'sha joy o'g'irlashi borasida boshqa sabablarga ko'ra. Va bu yoqda endi mana birinchi navbatda o'qigan joylarimni yozganman. Buni ham o'sha ishxonadagi HR bilan maslahatlashib, o'zi birinchi experience yozganim yaxshimi yoki o'sha ta'lim sohasini deganimda, ta'limni yozsang qiziq degan. Chunki Germaniyada men juda ham ko'p vakansiyalarni ko'rgan bo'lsam, kamdan kam ko'rganman universitet diplomini so'ramagan joyni. Ya'ni hamma joyda ta'lim so'raydi. Eng kamida universitet bo'lmasa ham bularda Ausbildung degan soha bor, bizdagi kollejlarga to'g'ri keladi. O'zi O'zbekiston Germaniyadan ko'chirgan. Nimaga kollej qilgan? O'sha hamma kasbli bo'lsin deb Germaniyada shu o'zi zo'r ishlaydi bu yerda, chunki u 3 yil kollejga o'xshab kasb o'rganish davomida oylik ham oladi. Hech bo'lmasa o'shanaqa kasb o'rganuvchi kollejni bitirgan bo'lishing kerak deydi. Shuning uchun bularda ta'lim muhim va men buni birinchi o'ringa qo'ydim. O'sha O'zbekistonda o'qigan universitetim va hozir o'qiyotgan joyim. Undan keyin experience ni yozganman. Mana hozir endi ancha ozmoz ishlar to'lishib qolganidan keyin bu yoqda o'sha O'zbekistonda qurilish sohasida ishlagan joyimni kamaytirganman. Bittagina qoldirganman. Bu yoqiga bu Germaniyadagi o'zi ish joylarimni yozganman va bu yoqda hozir ishlayotgan joyim bunisi va o'zim o'sha tanishlarning proyektini qilayotganimni ham yozib qo'yganman. O'zimni alohida proyektim, Javada qilayotgan proyektim. Bu yoqda ham boya aytilganidek o'sha texnologiyalar yozilishi kerak, nima ishlar qilinyapti o'zi o'sha proyektda yozilishi kerak va lekin shunda ham hali kamchiligi bor. O'zi buni o'qigan holatda o'zi ishni ko'lami, ob'yomi qanaqa, qancha vaqtga mo'ljallangan, nima ishlar bajarilishini bilib bo'lmaydi hozir bu turishida. Buni ham yangilashim kerak. Bu ham mana kamchilik. Shu bilan bu yoqqa keyin o'zim qilgan to'liqroq eng yaxshi o'zim qilgan proyektlardan bittasini o'sha GitHub bilan linki bilan bu yoqqa qo'yib qo'yganman. Bu endi HR ga qiziq bo'lmasligi aniq, chunki bu faqat masalan HR kandidatlarni tanlab turib, keyin injenerga mana shu kandidatlar bor bizda degan paytda injener ko'rib, bu yaxshi, mana shu bo'lishi mumkin, to'g'ri kelishi mumkin bizga bu kandidat
degan paytda faqat injener ko'rishi mumkin buni, lekin proyektlarga HRlar odatda e'tibor bermaydi va mana bu yoqda endi o'sha dasturlashtiruvlar alohida, frameworklar alohida, o'sha texnologiya toollar, qo'shimcha yordamchi toollar alohida qilib yozilgan va bu muhim. Bu yog'i eski bilan bir xil. Shu bilan keyin men endi boshlovchilar uchun ko'proq maslahat bermoqchi edim. Что o'zi qo'shimcha proyekt qilishni. Kecha Ravshanbek siz menga bitta o'sha rezyume tashladingiz. Balki uni ham agar egasi qarshi bo'lmasa yo siz o'zingiz ma'qullasangiz uni ham ko'rib chiqsak bo'ladi. Endi boshlovchilar uchun qo'shimcha proyekt qilishni yoki yon atrofida kimnidir muammosini hal qilib berishni maslahat bergan bo'lardim. Chunki men o'sha o'zimni amakimni avtozapchast magazini bo'lgan va hisob-kitobi qog'ozda bo'lgan. Ular juda ham qiynalishgan. Men ularga o'sha muammosini avtomatlashtirib hal qilib berishmoqchi bo'lganmanda, birinchi Java'da bitta o'sha VMS sistema qilmoqchi bo'lganman, lekin qarasam juda ham ko'p vaqt ketadi, hali o'zim ham kuchim ham bilimim ham yetmaydi. Eng oson yo'li deganmanda Excelda qilib berganman. O'zi dasturchining vazifasi shu, muammoni hal qilish. Uni farqi yo'q, qanaqa texnologiya bilan, qanaqa yo'l bilan hal qilinadi, hal qilish kerak. Va 2 kunda o'sha butun boshli ham kassani, ham skladni, ham pulni hisob-kitobini, qarzga berilganda alohida kassadagi наличие hisob-kitob alohida qiladigan katta bitta sistema qilib berganman. Hamma hisob-kitob o'sha ichiga kirib ketgan. Ishga kirishimga ham o'sha loyiha sabab bo'lgan. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lganim, men endi sal mavzudan chetlashib ketdim. O'z mavzumiz rezyume yozish edi, lekin o'sha rezyumeni yozish uchun yaxshi bir grunt, hintergrund deydi, o'sha fundament kerak. Shunga o'zi rezyumeni yozishdan ham oldin o'shanga ham e'tibor bersa yaxshi bo'ladi. Chunki ishga kirishdan oldin shunaqa tasavvur qilish kerakki, xo'p, men hozir ishga topshirdim, kirdim, oldi, menga zadaniya bersa, mana shuni qilib kel deb, men o'shani qila olamanmi degan savol berib ko'rish kerak odam va harakat qilish kerak. O'shandan keyin o'sha loyihalar bilan, boshqasi bilan rezyumeni to'ldirish ham osonlashadi. Ertaga ishga, suhbatga borganda ham bu narsalar oson bo'ladi. Ya'ni rezyumeni yozishdan oldin unga yaxshilab tayyorgarlik ko'rishni maslahat berardim. Menga shu, men ko'proq elementar, detalni, texnik tomoniga to'xtalmadim, chunki Saidam bilan Hamid juda ham yaxshi tushuntirib berishdi. U yerga qo'shimcha qilishga ham, nimadir o'zgartirishga ham menimcha hojat qolmadi. Rahmat kattakon Sardor aka. Juda ham foydali bo'ldi. Umuman olganda har bitta insonning rezyume yozishda tarifi bor deydi. Ya'niki o'sha faillardan keyin har bittasi yaxshilanib ketavergan. Sizniki ham albatta juda foydali bo'ldi. Rahmat kattakon. Umid qilamiz, foydasi esa xursandmiz. Umidjonga navbatni bersak, ularda ham foydali ma'lumotlar bor. Hozir keragidan ortiq ma'lumot berishdi Jahongir, Saidamir aka va Sardor akalar. Deyarli hech narsa qolmadi deb o'ylayman, lekin guruhga hozir bir qancha CVlar tashlandi. Agar qarshi bo'lmasanglar, ularni ko'rib, o'sha yerdan kamchiliklar topib va suhbatni yakunlasak, hozir umumiy olganda deyarli hamma narsa aytib o'tildi. Kamchiliklari, strukturalari, nimalar qilish kerak, nimalar qilmaslik kerak va hokazo hammasi ta'kidlab o'tildi. Va shu hozir guruhga tashlangan CVlarni ko'rib chiqsanglar, iloji boricha tezroq 4 ta bor, vaqtdan o'zi ancha bo'lib qoldi. Agar qarshi bo'lmasanglar, Ravshanbek bitta-bitta CVlarni share qilsangiz. Albatta. Xo'p. Birinchi CV, adashmasam Nozimov Humoyun tashladilar. 2 bet bo'lib ketibdi. Kim gapiradi? Agar iloji bo'lsa, o'zingizning mikrofonni yoqib gapirsanglar, men o'shani qaratib turardim. Jahongir bir boshdan.
Hop, sal kattaroq qilishni iloji bormi, Ravshan? Ekranni. Mana. Sal pastroq o'chirsangiz, yana yaxshi bo'ladi. Siz sekin aytganingiz, men sekin o'zi 2-5 Xo'p, birinchi masala bu albatta rasm masalasi. Rasm ishga topshirilgan rasm emas, professional olinmagan. Ya'ni rasm qo'yganda ham qo'yiladigan rasmlar bor. Qanaqa bo'lishi kerak? Background, ya'ni rasmning orqa qismi oq bo'lishi kerak va yuz yaxshi ko'rinishi kerak. Yuz yaqinlashtirilgan bo'lishi kerak. Rasmni 60% yuz tashkil qilishi kerak agar ishga rezyumega rasm joylashtirilsa. Keyingi masala bu joylashuvi tekstlarni tartibsiz biroz va ko'p joyni egallagan. Ko'rsangiz, bir ikki varaq bo'lib ketgan asosiy sababi bu yerda o'zi ko'p ma'lumot berilmagan, lekin joydan to'g'ri foydalanilmagan. Shuning uchun 2 bet bo'lib ketgan rezyume. Iloji boricha shu rasmni olib turib, yilini, yoshini bir tekizda 10 tomonga qarab ketsa yaxshi bo'lardi menimcha. Shunda joy ancha ekonom qo'llanardi. Bu mening shaxsiy fikrim. Keyin hop, yosh yozish kerakmi degan savol paydo bo'ldi menda, chunki bu format Headhunterdan olingan. Headhunterda profillarni to'ldirib, shunchaki download qilib olishgan, yoki yuklab olishgan va hozir bizga tashlab berdilar. Umuman bu Headhunter formati ekan. Ko'rib turganingizdek, o'ng tomon burchida HH turibdi. Headhunter formati. Yosh kerak emasmi? Nima? Yosh masalasi bu juda bir debatli mavzu bu ham. Yevropada, misol uchun yosh yozilmaydi. Nimaga? Chunki shunaqa bir tushuncha bor HRlarda. Endi siz rezyume topshirganingizdan keyin, rezyumengiz o'tgandan keyin HRning qo'lidan intervyu belgilanadi. Intervyudan ham yaxshi o'tganingizdan keyin eng qiziqarli joyi bo'ladi narx kelishish. Necha pulga kelishasiz? Ko'p hollarda HR sizni yoshligingizni bilsa, endi uylanmaganingizni biladi birinchi navbatda. U qanday hisoblaydi? Sizni uylanmaganingizni hisoblab kamroq pul aytishi mumkin. Bu bitta argument. Ya'ni agar uylanmagan bo'lsa, nisbatan bozordan sal pastroq narx aytib qo'yish mumkin sizga. Shuning uchun iloji boricha Yevropada bo'lsa, yosh yozilmagani yaxshi. Endi O'zbekistonda talablar qanaqa bilmadim, to'g'risi yosh borasida. Shuning uchun O'zbekiston bo'yicha bir nima deya olmayman, lekin Yevropada yosh yozilmagani yaxshi, chunki narx tushib ketib qoladi. Ya'ni shu uylanmagan, bola chaqasi yo'q, va boshqa rasxodlari yo'q deydi-da, shuning uchun bozordan sal pastroq narx aytadi. Shu sababdan yosh yozilmagani yaxshi, mening shaxsiy fikrim. Boshqa fikrlar bo'lgan bo'lsa, marhamat. Keyingi narsa, o'sha ismi familiyasidan keyin yoshi, kontakt detalari va undan keyin yashayotgan joyi, relocationga tayyor emasligi yoki business triplarga bu masalalar HR bilan, ya'ni qisqa phone callda muhokama qilinadigan narsalar. Uni o'rniga o'zi haqida bir chiroyli, ya'ni HRda o'ziga tortadigan, o'zi haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tilishi kerak deb o'ylayman. Bu qayerda yashashi, nimaga tayyor yoki nimaga tayyor emasligi haqida menimcha bu rezyumeda shart emas. Rezyumeda shu o'zini ishdagi, professional hayotidagi ishdagi qilgan ishlari, nimalarni bilishlari, mana shu muhim ko'zga tashlanadigan ya'ni so'zlarni berish yaxshiroq bu nimani o'rniga deb o'ylayman. Rahmat Otakan. Saidam sizdan ham qo'shimcha bo'lsa, Hop, yoki davom ettirib ketsangiz ham bo'ladi. bir narsani aytgan bo'lardim. O'zbekistonda o'zim videosi ishlagan paytim intervyu jarayonlarida juda ko'p qatnashganman. Bu ko'rinishli rezyumelar juda ko'p kelardi. Buni birinchidan boshida tushunmagandim, keyin ikkinchidan bilsam hozir bilganinglardek Headhunterdan kelyapti. Hamma rezyume desa yo o'shini rezyume deb tushunsa kerak O'zbekistonda. Bu просто Headhunterda template, to есть odamlar uchun informatsiyani rezyume ko'rinishida chiqarib bergan varianti deb tushunganman. Agar adashayotgan bo'lsam to'g'rilashinglar mumkin. Bu shaxsiy rezyume sifatida men qaramagan bo'lardim. Bu qaysidir sistemadagi informatsiyalarni yuklab olingan varianti. To'g'rimi?
Endi bu degani bunaqa qilish kerak xato degani emas, chunki menda o'zimda shaxsan shu narsa kuzatilgan. Headhunter ko'rinishda rezyume qilib beringlar deb ishxona ham so'ragan. Ya'ni boya ko'rgan rezyumelarni o'zi Headhunter varianti ham bor o'zi aslida. Chunki majbur bo'lganman o'shani yozishga. Bu narsa bo'yicha to'g'ri demoqchi emasman. O'zbekistonda balkim bu rezyume ishlar, lekin Yevropaga topshirmoqchi bo'lsanglar, Headhunter template'dan foydalanmanglar. Bu yerdagi informatsiyalarni bilaman, ishga ona tayyorman, relokatsiyaga tayyorman degani o'sha platformada yoki yo'qdan kelib chiqqan bo'lishi kerak adashmasam. Ayta oladigan informatsiyam shu. Просто shu informatsiyalarni oila keragini o'zingizlarni strukturalarga qo'yinglar. Maslahatim shu. Bu shunchaki shu foydalanuvchi tanlagan tanlovlardan kelib chiqib rezyume chiqarib bergan Headhunter sayti. Shuning uchun to'g'ri aytdi Saidamir aka. O'zini yangi boshqa rezyume yozib, bu yerdagi kerakli ma'lumotlardan foydalangan yaxshiroq. Sardor aka, sizda ham bo'lsa, iltimos. Bu endi Headhunterdan olingan bo'lsa, shunchaki ma'lumotlarni generatsiya qilib chiqarib bergan. Birinchi navbatda men maslahat berardim o'sha rasm borasida, agar rostdan rasm qo'ymoqchi bo'lsa, даже fotostudiyaga borish kerak. Professional rasm qildirish uchun orqada oq fon, yaxshi fon bilan yuz to'liq ko'rinadigan qilib, hozir bu rasmda men qidirdim, pastda o'ng tarafda odam bor ekan, men odam yo'q, просто qanaqa kartinka qo'yib qo'ygan deb o'yladim, to'g'risi. Va ma'lumotlarni tartiblash juda ham muhim. Ma'lumotlarni tartiblash kerak. Va bularda mana experience bor ekan, bu experience haqida to'liqroq yaxshi ma'lumot berish kerak. Chunki bunaqa holatda juda ham kam ma'lumot bilan experience yozib qo'yish yaxshi emas menimcha. Davom ettiramizmi yoki keyingi rezyumega o'taymi? Menimcha shu tasvirlangan rezyumega o'tish kerak menimcha, shu tayyorlangan rezyumega. Chunki bu generatsiya qilingan rezyume, aytgandek. Generatsiya bo'lgani uchun bir narsa deyish qiyin. O'zbekiston uchun ishlaydi, lekin chet el buni qarab ham o'tirmasa kerak. Boshqa davlatlar. Ikkinchi rezyumega o'tamiz. Bu Sardorbek Zarif rezyumelari bir bet ekan. Menimcha hamma informatsiyalar hozir ko'rinyapti. Mersam hammasi ko'rinadi. Bir betlik ekan. Shu rezyume haqida o'z fikrlaringizni bildirsanglar. Xo'p. Avvalo ko'zga tashlanayotgan narsa bu ikonkalarning juda ko'pligi. Python, Git ikonkalari turibdi, rangli. Bu juda xunuk ko'rinadi. Birinchi navbatda ham bu ochishga qiyin edi. Ya'ni sekin ochiladi bunaqa PDF formatdagi rasmlar, dokumentlar. Ikkinchidan professional ko'rinmaydi bunaqa ikonkalardan foydalanadigan. Bo'lib ham har xil rangdagi ikonkalardan ham hajmi katta, ancha katta. Ikonkalardan foydalanmaslik kerak iloji boricha. Keyin aytib o'tdik ETS tizimi haqida. ETS tizimi ikonkalar bilan yaxshi chiqishmaydi. Bunaqa katta ikonkalar bilan. ETS tizimini aralashtirib yuboradi ichidagi so'zlarni. Shuning uchun maslahat etilmaydi bunaqa ikonkalardan foydalanish. Shu ikonka professional experience da ham turibdi. Katta ikonka bu ham menimcha kerak emas. Keyin yana keyingi masala bu joylashuvi. Ya'ni rezyumeni tashkillashtirish juda nima desa bo'ladi, tartibsiz desa ham bo'ladi. Chunki o'sha aytib o'tganim yana ETS ga taqaladi. Bu ETS pastdan tepaga o'qiydi. Bu yerda hozir ko'ryapmiz, personal details, language, soft skills chapda turibdi, qolgan ma'lumotlar o'ngda turibdi. Bu yaxshi o'qimaydi ETS. Imkon qadar oddiy berilishi kerak unga. Shuning uchun ko'p professional rezyumelar aynan Wordda yoziladi. Yoki Canva'da tepadan pastga oddiy yoziladi. Bunaqa qiyin tablitsalar tuzilmaydi rezyumeda. O'qishni osonlashtirish uchun. Yana qo'shimchalarni olamiz boshqa spikerlardan. Agar men nima qilgan bo'lardim deb boshlasam, bu yoqda mana profile my skills o'zi haqidagi bo'limga juda ham ko'p ma'lumot berib yuborilgan. Bu yoqga shunchaki texnologiyalarni o'sha biladigan o'zini anaqalarni ключевой so'zlar bilan berib qo'ysa yetadi. Chunki
texnik bilimlarni baribir HR tekshirmaydi. Uni HRning suhbatidan o'tgandan keyin texnik suhbat bo'ladi. Shu yoqda o'zlari so'rab bilaveradi baribir. O'shaning uchun ham aytishadi o'sha rezumeda aldamagin deb, chunki texnik suhbatda ko'rinib qoladi. O'shaning uchun bunaqa katta joyga buni yozgandan ko'ra o'sha mana pastda experience deb, education deb bularni eng tepaga chiqargan ma'qulroq, o'zi haqida qisqaroq yozib turib. Va agar shunaqa ikkita bo'lakka bo'lagan template qilmoqchi bo'lsa, bu o'zi ikkiga bo'lingan paytda mana chap tarafda kichik tomonda kontaktlar, mana personal details, endi bu ham shunaqa nima deydi, ikkinchi darajadagi muhim narsalar yozsa bo'ladi. Mana u soft skill yoki language'lar bu asosiy bo'limga o'tishi kerak. Va men o'zi bunaqa ikkita bo'limga bo'lmagan bo'lardim, o'sha bitta qatorli. Rasm zo'r, mana bu rasm sal yaxshi, rasm borasida tushuncha bor ekan menimcha, va ikonkalarni boya aytganidek hamma to'g'risini olib tashlash kerak. Education bilan experience ni iloji boricha kengroq yozib, shu haqida ko'proq ma'lumot berib va eng tepaga o'tkazish kerak. Chunki HR ga shu muhim. Bu masalan gap bilan hamma ham yoza oladi. Bu shablon bo'lib ketganda mana o'zi haqida yozish, bu yerda ham asosiy ключевой so'zlar yozilsa bo'ldi menimcha. To'g'ri aytishyapti, lekin bir narsani hisobga olishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Ya'ni kuzatuvchilar sizlarni boshlang'ich tajribanglar professional yozishga yetarli bo'lmasligi mumkin, qaysi ma'noda sizlarda yetarlicha informatsiya bo'lmasligi mumkin. Men qanaqa tushundim bu rezumeda? Birinchidan o'sha platformalar bor, rezume tayyorlashga yordam beradigan, o'shundan foydalangan, ular chiroyli yasaydi. Lekin professionallik nuqtai nazaridan ularda muammo bor. Ikkinchi muammo, nimaga ikonkalarni katta qo'yganlar? Men tushunishim bo'yicha joyda chiroyliroq ko'rsatish maqsadida bo'lishi mumkin. Chunki ulardagi bor informatsiya, to'g'ri tushunaman, boshlang'ich endi o'rganib bitirgan odamlar uchun rezumega chiroyli joylashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Bir pej to'lmasdan yarimchala qolgan pej rezumeni ko'rsatishni xohlamagan bo'lishlari ham mumkin. Ya'ni bu pozitiv tomondan o'ylaydigan bo'lsak, rezumeda overall ko'zga tashlanish chiroyli, lekin informatsiyalarni HR sifatida yoki qanaydir intervyu qiluvchi odam sifatida topib olishga sal noqulay bo'lishi mumkin. Lekin men bera oladigan feedback boshlang'ich uchun sal strukturani to'g'rilab bitta detallarni bullet pointlar bilan ko'rsatishga harakat qilgan bo'lardim. Asosiy mana kuchli tomonlarini. Soft skill nisbiy tushuncha. Ko'pchilik soft skill yozadi-da, lekin nisbiy tushuncha, ya'ni qanchalik under pressure'da ishlay olaman, under stressda ishlay olaman, lekin qanchalik stressda ishlay olishi. Bu narsa sal nisbiy tushuncha. Lekin shunda ham hozir fikr yuritgan bo'lardim. Bular iloji boricha shu varaqada rezumedagi informatsiyalarni to'ldirishga harakat qilganlar. Bor informatsiya bilan bu muammoga shaxsan o'zim ham duch kelganman. Hali ishim yo'qlik payti rezume yozmoqchi bo'lganda qanaqa nima bilan to'ldirishni o'ylardim. Ya'ni qanaqa joyda ekonomik foydalanishni emas, qanaqa buni informatsiya bilan to'ldiraman, qayerdan shuncha informatsiya olaman degan narsa bo'lgan. O'ylayman boshlang'ich uchun o'sha boya tepada aytib o'tishdi, to'g'ri aytib o'tishdi. O'shalarni to'g'rilashni tavsiya bergan bo'lardim men ham. Lekin agar sizlarda u darajada informatsiya bo'lmasa, strukturani joylashuvini to'g'rilab, bullet pointlardan foydalaninglar. Meni tavsiyam shu. Chunki men tushunaman, boshlang'ich etap uchun qiyin boyaga ko'rsatgan professional ko'rinishdagi rezumega yetib borish. Chunki unga vaqt kerak, unga tajriba kerak, uning uchun experiencelarni o'zi yig'ilishi ham kerak. Shu. Yana qo'shimcha qilmoqchi edim. Hozir ko'rib turibmiz, bu yerda experience bor, tajriba bor. Avgustdan fevralgacha ishlaganlar, mana bir vaqt va biz buni ko'rmadik. Nimaga? Chunki kichkina qilib yozilgan bu narsa. Aslida bu muhim. Shu experience ko'proq yozilishi kerak, chunki tajribasi bor odam imkon qadar nima qilganini aytish kerak, detallargacha to'ldirish kerak, chunki mayda ishlarni aytib o'tish kerak. Mana ish qilganman, mancha vaqt topganman, mancha foizga mahsulotni yaxshilaganman. Mancha odam bilan misol uchun mitinglarda qatnashganman va qanaqadir dizayn qismiga UI dizaynerlar bilan ishtirok etib, o'zim qanaqadir fikrlarimni bildirganman deyish mumkin. Yoki qanaqadir API'lar tekshirgan bo'lsa, mancha API'ni tekshirganman va bu natijasida mahsulot shuncha foizga yaxshilangan.
experience bor, demak to'ldirsa bo'ladi bu rezyumeni. Prosta shunchaki u odam bir o'ylab, aynan nimalar qilganini yozib chiqish kerak detallargacha. Shunda bu ancha chiroyliroq ko'rinadi. Shu joyda ozgina qo'shimcha qilgan bo'laman. Experience bor. Agar bo'lsa to'ldirishni sevagan lekin bilishim bo'yicha bu tracking biznes. Agar developerlik pozitsiyaga topshirmoqchi bo'lsangiz, balkim qasr ma'noda bu to'g'ri kelmasligi mumkin. Prosta ishlaganimni yozish maniki sal teskariroq bo'lgan bo'lardi. Agar u soha siz eski ishlagan sohangiz bilan mos kelmaydigan bo'lsa, u haqida ko'p gapirish shart emas. Uni ko'rsatib ketish foyda. Chunki siz ishlagansiz, ertadan ham nimadir o'rganasiz. Bu tomonlama qo'shilaman. Shuni aytmoqchi edim. Keyingi masala bor, bu kurslar. Aniq ko'rinimiz mohir devda o'qigan ekanlar, tugatgan ekanlar, Udemy kursda o'rgangan ekanlar. Aynan shu kursda nimadan o'rganganini yozib kelsa ham bo'ladi, detallargacha yana. Qaysi til, misol uchun, nimani o'rgatgan, qanaqa testing, automationmi yoki oddiy testingmi? Buni ko'proq yozib ketsa bo'ladi. Ya'ni nimaga e'tibor qaratish kerak, nima o'rganganiga boshlang'ich odam. Detallargacha berish kerak. Shunisi muhim. Kursiz juda kichkina o'qib qolgan, chunki asosiy narsa shu ketyapti. HR qaraydigan asosiy narsa bu kandidat nimalarni biladi. Bu narsani iloji boricha ko'proq ko'rsatish kerak. Mayda ma'lumotlarni ko'proq berish kerak shu kurslar haqida ham. Sertifikatlarni yozib ketish kerak. Aynan shu narsa muhim deb o'ylayman. Yana qo'shimchalar bo'lsa bemalol berishim mumkin. Keyin personal detaillarida dini haqida, interestlari haqida, ya'ni status haqida, uylanganmi yoki yolg'izmi, menimcha ular ham muhim emas. Men hech ham ko'rmaganman. Ya'ni bu darajada ma'lumot berilganini va bu ishga yoki HRga aloqasi bo'lmagan ma'lumotlar, ya'ni ularga kerak emas bu ma'lumotlar. Ular kerakli ma'lumotlarni, ular o'zi bilishini istagan ma'lumotlarni, ya'ni HR birinchi suhbatda o'zi so'rab oladi. Lekin hozirda bular kerak emas. Keyin u ikonkalariga qo'shimcha qilib aytmoqchi edim. Jahongir ham ta'kidlab o'tdi. Applicant tracking systemda ham muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Bu sistema tanimasligi mumkin, yo'q. Shuni deb reject berishi mumkin. Keyin yaqinda o'zimiz kompaniyada media team tomonidan rezyumedagi xatolar top 5 taligi haqida video chiqarishdi. O'shanga ko'zim tushgani, hozir esimda qolgani bittasi shu ikonkalar haqida. Keyin kompaniyasi tajribasi, kompaniyani nomini oldiga, ya'ni kompaniyaning logosini, menimcha u ham muhim emas. Olib tashlash kerak. Bekordan joyni band qilib turibdi. Keyin professional experience heading ham yuqori katta joy egallayapti, uni tagidagi spacelar ham katta. Shularning o'rniga ko'proq tajribasi, nima qildi, qanday proyektlar ustida ishladi, nimalardan foydalandi, nimalarga erishdi, shularni ta'kidlab yozib mention qilib o'tish kerak. Ko'p joy egallash o'rniga, keraksiz, ya'ni ma'lumotlarning o'rniga keraklik ishiga muhim ma'lumotlarni to'ldirib chiqish kerak. Keyin kontaktlar borasida ham hozir kontakt infoni eng pastga yozib qo'yibdilar. O'shani tepaga yozib, keyin LinkedIn mavzusi, o'sha LinkedInni ham bitta profil ochib, yaxshilab to'ldirib, LinkedInni ham berib qo'yish hozirgi kunda menimcha juda ham muhim. Chunki meni o'zim ishga topshirganimda deyarli 80% o'sha ishga topshirgan joylarim LinkedInda bilasizlar, ko'rsatadi kim profilimga o'sha kirib ko'rishgan. 80% ga joylar topshirgan joyim kirib ko'rishgan. O'sha LinkedInni ham lekin ochganda chiroyli to'ldirib, qo'shimcha proyektlar qilish va eng asosiysi shularni ham ko'rsatib qo'ysam menimcha yaxshi bo'ladi. Endi testingda bilmadim qanchalik o'zi bundoq erkin o'zi bironta proyekt qilish mumkin emas, lekin bu narsa eng boshlang'ich paytida, experience yo'q paytda birinchi navbatda o'sha o'zi qilgan proyektlar qilish kerak baribir. Men savol bor. Umuman olganda narsani ayting. Hozir Jahongir o'zi zo'r rezyume ko'rsatdi, Saidamir aka ham. Nima deb o'ylaysizlar? O'zi
qanaqa ketma-ketlik bo'lishi kerak? Telefon raqam, email, LinkedIn, keyin uy, ya'ni uyni manzili bo'lishi kerakmi yoki qanaqa? Hozir bu yerda Telegram ham qo'shilgan. Shunga umumiy O'zi men boya aytaman deb esimdan chiqdi. Har bitta o'sha ishga topshirilayotganda har bitta ish uchun o'zi alohida rezyume qilsa, juda ham boshqacha emas, o'sha ish pozitsiyaga moslab o'zgartirsa yaxshi bo'ladi. Chunki har bitta kompaniyani, har bitta pozitsiyani talabi har xil. Biz endi ko'pincha erinamiz, bitta yaxshilab rezyume qilamiz, hammaga jo'natib tashlaymiz, lekin o'shanga moslab o'zgartirgan yaxshi bu birinchisi va kontakt datalarni borasida ham o'sha kompaniyaning talabiga qarab. Masalan, mana O'zbekiston bo'lsa, Telegram akkauntni berish bu normal holat. No akkaunt bo'lganda ham o'sha bu ham xuddi emailga o'xshab professional bo'lsa yaxshiroq bo'ladi. Ya'ni qanaqadir good boy yo nimadir emas, king boy emas, ism familiya tursa yaxshi bo'ladi. Ketma-ketlik borasida o'sha birinchi telefon nomer va email turgani yaxshi, LinkedIn, keyin qolganlari. Endi adres, eng past adres tursa bo'ladi. O'zi adrescha unaqa bilmadim qanchalik darajada muhim. Lekin masalan Yevropada bo'lsa Telegram berilmaydi. Asosan LinkedIn, GitHub va email beriladi. Asosan email Yevropada har doim email bilan muloqot qilinadi. Kontakt borasida shu. shunday. Uy manzili bo'yicha savolim Da, bor. Sardorbek Gapiravering mayli. Sardorbek to'g'ri informatsiya berdilar. O'sha topshirayotgan davlat tiliga qarab turib informatsiya o'zgarishi mumkin. Misol uchun adres misolida keladigan bo'lsak, yashash manzilinglar qaysi uyda turishinglar muhim emas. Misol uchun men faraz qilib O'zbekistonga topshirmoqchiman. O'zbekiston yasharini Toshkentda mana bu tumanda turaman. Все, yetarli. Yoki Yevropaga topshirsam, Toshkentda turaman deyishim yetarli. Tumanini ham kerak emas, chunki ular qiziq emas qaysi tumandalik. Xuddi shu o'rinda email обязательно ko'rsatiladi hamma joyda, chunki email sizlarni o'zi qaysidir ma'noda ofitsialniy pointinglar xabar almashinadigan va telefon nomer qaysidir holatlarda HRda o'zi telefon qilishi mumkin sizlarga. Telefon nomer ko'rsatilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Va yana qanaqa informatsiya? Uje qolgani LinkedIn, GitHub yoki GitLab u o'zinglarni o'sha tajribalar yoki bor yo'qligiga qarab turib ko'rsatishingiz mumkin, lekin Facebook emas. HRga Facebookinglar kerak emas, to'g'ri gaplashishinglar mumkindir. Facebookda HR uchun Facebookda gaplashilmaydi, Facebook bermaydi hech qachon. Yoki shunga o'xshagan social medialar kerak emas, Instagraminglar. Dizayner bo'lsanglar, balkimda dizayner bo'lsanglar Instagraminglarni berishinglar muhimdir. Social net yo'q. Shunda ham mana u как Instagramdan portfolio sifatida foydalangan paytda Instagram bersa bo'ladi. Ya'ni degan dizaynerlar endi o'sha Instagramga bironta ijtimoiy tarmoqqa qo'yib olish yaxshi ko'rishadi, chiroyli videolar qilib, chunki ular qila oladi. Kod yozadigan odam Instagramga qo'ya olmaydi, dizaynerlar qo'yadi. Shunaqa paytda atak u Instagramda ham mana u bilmadim motivatsion videolar, yana bir balolar o'yatgan bo'lsa, uni ham berish o'zi o'ylash kerak uni ham. Agar YouTube'lar bo'lsa, zo'r foyda bo'lishi mumkin. Qanaqadir kurs qilgan bo'lsa, bu endi u narsa tavsiya beraman. Bu top. YouTube. Keyin tepada ham ozgina joy qolib ketib qolibdi. Endi tushunganman, maqsad to'ldirish bo'lgan rezyumeni, qanday qilib bo'lsa ham, lekin sal shriftni kattaytirib, to'g'ri struktura berib, chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi rezyumeni. Tajriba kam bo'lsa ham, iloji boricha to'g'ri qilish kerak, tashkillashtirish kerak, to'g'ri. Joydan to'g'ri foydalanish kerak. Bu tepadagi space, tepadagi oq joy xunuk ko'rsatyapti rezyumeni. Shuni ham to'g'rilab qo'ysa yaxshi bo'lardi. Keyingi rezyumega o'tsam maylimi? Agar qandaylar. Agar savollar bo'lmagan bo'lsa, o'tsak bo'ladi. Savollar oxirida qilamiz. Savollar bor, juda ham ko'p. Bu ham Headhunter formatda yasalgan ekan. Maylimi, agar imkon bo'lsa, mana shu opit robot, ya'niki tajriba haqida gapirsak, bitta ko'paygan tajribalari yo'llar haqida gaplashdik. Mana shu aytishni ekan, lekin bu ishlagan tajribasi, proyekti, kompaniyasi haqida ma'lumotlar yetarli emas. Juda qisqa, tor doirada berilgan. Agar iloji bo'lsa, mag'da ko'rishingiz mumkin. O'ng tomonida ham shuncha joy bor, chap tomonida ham mana ya'ni deytlarini bu yerga o'ng tomonga olib o'tib, ko'proq ma'lumot sig'dirish imkoniyati bor. Uni boshqa chiqish kerak deb o'ylayman. Bu endi generatsiya qilingan.
headhunterdan tushuncha bo'yicha. Shuning uchun shunaqa qilib tashkillashtirilgan rezyume. Endi agar aynan shu tajriba bo'limiga keladigan bo'lsak, ko'proq yoqsa bo'lardi. Shu XYZ metoddan foydalanib, aynan sonlar aralashtirib, necha foizga rivojlantirilgan, nimadan qilgan, nimadan foydalangan aynan shu tajribada. Shu narsalar bilan yana ham ko'proq ma'lumot bersa bo'lardi o'sha tajribasi haqida. Ya'niki XYZ usuli bilan, misol uchun распределение задач komand, ya'niki mashqlarni bo'lib berish degan narsani qanday qilib sonlar bilan, ya'niki o'sha qaysi jamoada, qaysi proyektda qilayotganlarini aytib bersalar, XYZ usuli bilan yaxshiroq, to'g'rimi? Shu misol uchun задача, misol komandada nechta odam bo'lgani aytib kelsa bo'ladi. Составляющие из двух людей deb turib, misol uchun, to'g'rimi? Testировщикlarga vazifa bergan bo'lsa, shuni aytib kelsa bo'ladi. Endi bu baribir generatsiya qilingan, shuning uchun bunaqa ko'p shart emas menimcha. Faraz qilaylik, shu XYZ deyapmiz, lekin uni qo'llashni o'zi ham bitta mahorat. Ya'ni qanaqa qilib qo'llasak bo'lardi deylik. Faraz qiling, siz oddiygina narsa qildingiz, lekin uni chiroyli yetkazib berish mumkin. Misol uchun zadachalarni komandaga berdim ma'nosida, men 5 ta odamga har kunlik zadachasini taqsimlab berardim. Misol uchun ko'proq informatsiya yoki yanada o'sha XYZ yana faktori kerak bo'lsa, bu qanchalik effektivni bo'lgan zadacha bo'lib berish degani siz effektivligingizni ko'rsatmaydi-ku. Men zadachalar bo'lib berganim uchun proyektni menimcha kunda yopdik yoki menimcha odamni boshqardim. Shu ko'rinishda bersanglar bo'ladi yoki bug report qildim deyaptilar. Kuniga 7 ta bug report qilardim. O'rtacha. Yiliga menimcha bug report qilishim orqali proyekt mana bu ko'rinishga keldi. Misol sifatida aytaman, buni o'zi sohani odamlar yaxshi tushunadi. Qanaqa faktorlar bor? Misol uchun bug report qildim emas, shuncha bugni topib, bu mana bu narsaga olib keldi. Men tufayli kompaniya menimcha foyda qildi. E'tibor beringlar, sizlar topshirayotgan kompaniya uchun ularda eng katta faktor kompaniyaga qancha foyda qila oldilar. U narsa odatda o'sha sonlar bilan ifoda etiladi va u narsa o'z-o'zidan foyda, kompaniya foydasiga olib keladi. Misol uchun aytishinglar mumkin, men qilgan proyekt kompaniyaga foydasini 10% ga o'sishiga olib keldi desanglar, uje sizlarni qanaqa erishganinglar emas, o'sha 10% uje katta narsa. Misol uchun yillik aylanmasi 10 ming bo'lsa, 20 mingga ko'tardim, 50% ga oshirdim, 150% ga oshirdim degan narsalar bu katta rol o'ynaydi topshirayotganinglarda. O'qiyotgan odam ham bundan ta'sirlanadi. Qanaqa bitta odam kompaniyani foydasini 10% ga oshirib yubordi deganman. Kichkina kompaniyada ishlagan odamlar uchun bu zo'r usul. Kichkina kompaniyada bitta odam kompaniyani o'sha qilgan ishi bilan qanchadir o'sha aylanmasini, pul aylanmasini oshirib yubordim deb ko'rsatib, nima asosida rezultatga erishganini ham fakt sifatida ko'rsatish kerak. Shunaqa ko'rinishda yozsanglar bo'ladi. Shuni aytmoqchiyim, rahmat. Foydali ma'lumot bo'ldi. Yana kimdadir qo'shimcha bormi? Keyin bu rezyumeda boshida tepaga scroll olib qo'yinglar. Ismi familiyasini yonida Komil o'g'li deb qo'yibdi. Men bu shart emas. Ismi familiyasini o'zi yetarli. Hozir ko'zim tushib qoldi shunga. Safar uni olib tashlasa, balki aytyapsizlar, generate qo'ygan bu deb. Balki o'sha yerdan olib qo'ygandir u ham, sistema ham, lekin bu shart emas. Xo'p, oxirgi qismini ham ko'rib qo'yaylik. Skill'lari, demak, nimani bilishlarini yozadilar. Agar qanaqadir kurs o'tagan bo'lsa, kurslarini yozib qo'yadilar. LinkedIn tushunali. Maylimi, endi savol-javobga o'tsak, chunki savol-javob menimcha bor. Va o'zimda ham juda ko'p. Xo'p, birinchi savolim sizlar hammasi yaxshimi? Birinchi menda savol bor edi. Rezyume yozayotganda ism familiyadan keyin title yoziladi, ya'niki nima ish qilyapsiz yoki qaysi kasb egasiz. Misol uchun biz QA engineer yozamiz, kimdir software engineer, kimdir front-end developer. Bu narsani yozish kerakmi, yo'qmi? Men rezyumeda ko'rdim, adashmasam Jahongir akida yo'q edi.
kimnikidir ham bor edi, siz amerikada bor edi deyishmasam. Shu narsa haqida so'ramoqchi edim. O'zi kerakmi, kerak emasmi? Kimligingizni bildirib qo'yish yoki yana shu savolga bog'liq darajani yozish kerakmi yo'qmi? Misol uchun junior, middle, senior. Shu haqida so'radim. Men boshlasam, anaqani bu sohani yozgan yaxshi. O'sha software engineer, QA engineer yozish kerak, lekin darajani menimcha yozmagan yaxshi. Chunki daraja bu nisbiy. Ba'zi kompaniyalar uchun siz junior bo'lishingiz mumkin, ba'zi kompaniyalar uchun middle, masalan odam o'zini senior deb yurishi mumkin, lekin shuning uchun bu nisbiy. Nimaga? Chunki ITning o'zi ko'p sohaga bo'linadi va o'sha sohalar ham yana bo'linadi-da. Shuning uchun ham bu yoqda baribir bitta odam hamma bilimni bilish qiyin narsa. Shuning uchun yangi bitta ish joyiga o'tgan paytda texnologiya sal o'zgarsa, уже senior bo'lib borgan ham senior bo'lmay qoladi. U yangi o'rganuvchi bo'ladi. Shuning uchun menimcha darajani yozmagan ma'qul, lekin soha yaxshi. Meni fikrim endi. Qolganlar qanaqa fikr bildiradi? Agar kimdadir savol bo'lsa, bersanglar, adashmasam Sardor Zaripovda savol bor-da, guruhga ham yozdilar. Savolingizni ayta olasizmi, marhamat? Adashmasam, hozir gapirolmas ekanlar. Kimda savol bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Mikrofonni yoqib, marhamat. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, marhamat. Assalom. Rovshan ishlaysizmi, menimcha? Ha, men kuyman. Menga yozish haqida ana qilyapmiz, suhbat o'tkazyapmiz. Yo'q, mana shu narsa haqida savol bermoqchi edim. O'sha QA'da CV'sini misol uchun o'zingiz template qilib ko'rsatib bera olasizmi degan ma'noda. O'zi umuman QA ham, Sufir ham deyarli rezyumeni formati bir xil. Rus ichidagi so'zlari, o'sha texnologiyalar sal o'zgaradi xolos. Katta farqi yo'q. Biz hozir nimaga buni o'tkazyapmiz? Maqsad arxitekturasini to'g'irlab olish. O'sha rasm qo'yish kerak. Ishlagan experience bo'lsa, experience ichida qanaqa narsalar yozish kerak, qanaqa holatda, qanaqa formatda yozish kerak, son qo'yish kerak, o'sha foiz qo'yish kerak. Shu narsalar haqida hozir biz qanaqamiz fikrlarimiz ochib berishdi. Dada, o'zi mana aytyapman, mana experience yo'q bolaga endi baribir list to'ldirish ozgina qiyin bo'ldi, ham eski sohalarida umuman boshqa QA'ga aloqador bo'lmagani uchun shunaqa pala-partish bo'lgandi. Sizlardan rahmat, yaxshi feedbacklar berdingiz. Bu safar endi xatoyimizni to'g'rilaymiz. Bu xato emas, hech qanaqa deb hisoblamang. Shunchaki bu Yevropada qanaqa narsa talab qilinayotganini hozir sizlarga ko'rsatib berishga harakat qildik hammamiz. Nimagaki har doim bilasizlar, Amerikada nimadir paydo bo'ladi, Yevropaga keladi, kuchayadi, Rossiyaga kiradi, Rossiyadan keyin bizga keladi. Oddiy Viner, TikTok hamma narsa shunaqa, rezyumelar ham xuddi shunaqada. Ertaga baribir shu format bizga kirib keladi. Shuning uchun hozirdan shu formatga solsak, HRlarimiz naqalar ham kuchayib, yaxshilanib boradi. Ko'rgan bo'lsanglar, format chiroyli, tushunarli, oddiy, rasm keraksiz, logo keraksiz narsalar yo'q. Shuning uchun shu suhbatni tashkillashtirdik. Savol, adashmasam, Sardorbek deb savol bor, juda ham muhim. Bilgan bo'lsanglar, umuman communityimizda rostdan ham shu bizning guruhda juda ko'p yoshlar bor. Yaqinda misol uchun bootcamp bitirgan yoki tugatlangan, yaqinda kurs tugagan yoki o'zi mohir devdan sotib olib o'rgangan. Ularda hali tajriba yo'q. Va shu tajribani o'rnini nima bilan to'ldirsa bo'ladi? Mana shu hamma spikerlarimizga bu savol. Hamma o'zlarining fikrlarini aytsalar, bular o'zlariga nima deydi? Yozib olib, shu narsani ko'proq nima qilsa, e'tibor bersa. Mayli, men harakat qilib ko'rsam, ya'ni tip bera olishga, bu aytganingizdek, bu aytilgan informatsiyalar yoki feedbacklar bu xato degani emas. Prosta biz o'zimizdan kelib chiqib, shu to'g'ri yo'l deb hisobladik yoki mana bu narsani bu ko'rinishga olib kelsa chiroyliroq bo'ladi degan ma'noda. Bular hammasi birgalikda ishlaydi. Biz aytayotgan struktura asl ma'noda professional ko'zimiz bilan ko'rib yurgan, biz uchun to'g'ri deb aytilgan yo'l bo'lishi mumkin. Rezyume yozayotganda qanaqa to'ldiraman, qachon bilaman qaysi biri to'g'riligi. Hammani o'zini stili, o'zini strukturasi bo'lishi mumkin. Bitta eng asosiy narsa professionalizm ko'rsata olishingiz kerak rezyumeda. Ikkinchi savol bo'lyapti, qanaqa to'ldiramiz informatsiya kam bo'lsa.
Men nima qilganman? Bor informatsiyani birinchi o'sha varaqqa tushirganman. Menda bor. Tartibi men uchun qiziq emas. Menda bor informatsiya. Men tug'ildim, mana bo'ldi. To'g'ri, tug'ilganingizdan yozmaysiz. No, bo'lishi mumkin. Endi boshlagan odamni maktabda qilgan proyekti ham bo'lishi mumkin. Maktab yozilmaydi deymiz, lekin maktabda nimadir qilgan bo'lishingiz mumkin yoki qaysidir ishxonada u soha siz topshirmoqchi bo'lgan sohaga bog'liq bo'lmasa ham ishlaganingizni ko'rsatishingiz mumkin komanda bilan. Komanda bilan ishlash muhim bo'lgani uchun devlar orasida. Hamma informatsiyani qog'ozga tushirganingizdan keyin bilamanki, odam tarixi bitta qog'ozni to'ldirish men uchun oson bo'lsa kerak, o'zini maqtanadigan tomonlarini yoza olish. Maqtanadigan deganda qanaqa o'sha ishga taalluqli ko'rsata oladigan o'zini yaxshi tomonlar. Yozganingizdan keyin o'zingiz uchun struktura qilishingiz mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda siz o'zingiz hal qila olasiz, o'qishimni tepaga qo'yaymi, pastga qo'yaymi? Prosta bizda best practicelar bor. Agar sizda endi o'qishni bitirgan bo'lsa, o'qish tepada turishi kerak informatsiyasi yoki pastda turishi kerak degan. Lekin hech kim aytmaydi, bunaqa qo'ysangiz xato, bunaqa qo'ysangiz xato deb. Bu birinchi tip. Ikkinchi tip, o'sha informatsiyalarni qo'yib olganingizdan keyin har xil strukturada joylashtirib ko'rasiz. Qaysidirdadir joyliroq ko'rinadi, qaysidirdadir order, xronologiya degan narsa bor, ketma-ketligi. O'qish, ya'ni tepada eng oxirgisi turishi kerak, pastda eng eskisi turishi kerak. O'sha narsaga tushishni boshlaydi. O'sha o'zingiz farqini sezishni boshlaysiz. Har xil kurashib ko'ring, o'qishingiz tepaga, hobbingizni pastga yoki hobbingizni umuman qo'ymay ko'ring yoki ishingizdagi har bitta qilgan ishingizni yozib ko'ring yoki faqat ishingizni yozib, o'sha ishxonada eng qilgan katta ishlaringizni yozib ko'ring. Qaysidadir rezyumengiz o'zingizga ham yoqadi o'sha. Lekin bitta narsani biling, o'zingizga yoqdi degani bo'ldi, tugadi emas, eng zo'r emas. Va kimgadir olib feedback olasiz, aytadi, "Men buni o'chirib tashlayman, men bu yaxshi yozibsiz." Yaxshi va yomon tomonni farqiga borasiz. Agar ikkita odam bir xil feedback beryaptimi, demak odatda to'g'ri. Ikkita odam ikki xil feedback beryaptimi, demak nimadir noto'g'ri. Kimnidir fikri noto'g'ri bo'lishi mumkin. Bu degani, bu noto'g'ri gapiradi, bu to'g'ri emas, hammani qarash har xil. O'zingiz uchun o'zingizni tomoningizni, o'zingizni stilingizni ko'rsating va template foydalanmang, chunki HRda zerikib ketgan templatedan. Shu meni qisqacha tip maslahatim, qisqacha javob bera oldim degan umiddaman savolingizga. Shu rezyumeni to'ldirish bo'yicha men o'zi bu boshlangandan beri suhbat boshlangandan beri ko'proq rezyume haqida emas, ko'proq o'sha proyektlar haqida gapirdim qayta-qayta. Bu muammo hammada bo'lgan. Boshlovchilarda hammada, meni o'zimda ham bo'lgan. Men o'zim birinchi marta rezyume yozganda, o'sha hayotimni borini mana Saidam aytgandek, borini yozib chiqqanman, qarasam hech narsa yo'q. Ya'ni bor, lekin sohaga aloqador hech narsa yo'q. So'raganman tanish-bilishlardan nima qilishim kerak? Proyekt qil degan, bironta yoz, o'zing qil nimadir degan, o'shani qilganman. Men shuni maslahat bergan. Ayniqsa mana bootcamplardan, kurslardan chiqqan bolalar bu %100 majburiy bo'lish kerak, o'zi proyekt qilish kerak, o'ziga o'zi shunaqa мненияni quyish kerak, что proyekt qilishga majbur. Chunki deylik siz IT sohasida o'qigan bo'lsangiz, mana shu o'qish sizga o'zi katta plyus beradi. Xo'p, siz o'qigansiz, buni ko'rsata olasiz. Lekin siz o'qimagan bo'lsangiz bu sohada, oddiy bootcamp yoki kursdan o'rganib endi ish qidirayotgan bo'lsangiz, proyekt qiling. Xo'p, endi masalan backendchi yo frontendchiga oson. Eng oson o'zi frontendchiga shunday bitta saytni qilib, даже uni bitta serverga qo'yib, linkini ham jo'nata oladi. Backendchi hech bo'lmasa kodni yozadi, GitHub yozadi. Endi QA testerlar, menimcha ular tayyor yozilgan bitta proyektni test qilish kerak. Aniq nima qilishni yo'li. Testersiz nimanidir test qilib berishingiz mumkin. Yo'q. Hech kim ishga olmayapti, topolmayapsiz. Qidiring. Chatlar bor, boshqa bor. Qani kim kod yozyapti? Kimdir Javada, Pythonda backend yozyapti, kimdir mobil app yozyapti. Agar offline kursga boradigan bo'lsangiz, boshqa backendchilar va frontendchilar va o'shalarning yoniga o'tib, "Davay, sen yozgan loyihang bormi? Kel, men senga test qilib beray." deb shuni taklif qilib, o'sha kirishimli bo'lib, test qilib berib, yaxshilab, birga ishlab, baglarni ko'rsatib, keyin o'sha proyektni linkini o'sha tanishingizga aytsangiz, GitHubga joylagan bo'lsa yoki uje productionga chiqargan bo'lsa, keyin menga linkini ber, men mana shu rezyumemga yozib qo'yay deb, bu experience, bu ham ish. Mana shunaqa qilib bemalol to'ldirsa bo'ladi. Agar tester bo'lmasangiz, boshqa boyagi mana Saidam aytgandek, maktab payti ham dars loyiha qilgan bo'lishi mumkin.
mana shunaqa loyihalarni ham yozsangiz bo'ladi. Boya aytganimdek, dasturchi degani bu aynan bitta texnologiyani bilimdoni emas. Dasturchi bu muammoni hal qiladigan odam. Muammo bilan keladi. Masalan, siz Java texnologiyasini bilsam, kim menga muammo bilan kelsa, men uni faqat Java bilan hal qilib berishim shart emas. Unga alternativ yechimlar, eng oson muammosini hal qiladigan yo'lni aytishim kerak. Masalan, bir oycha oldin kelyapti bittasi bizni HR'imizga bitta bot kerak, Telegram bot. Biz shu botning linkini kadrlarga beraylik, ular to'ldirib jo'natsa, o'sha anaqaga HRga kelsin ma'lumotlar, post shaklida deyapti. U botni qilib berish tam $200-300. Yana server olish kerak unga, yana boshqalar. Men oddiy Google forma bor-ku dedim. Google formada hamma ma'lumotni olsa bo'ladi. Google forma bilan 10 minutda Google forma yasab berdim, bu muammosi hal bo'ldi. Buni ham masalan o'zi aslida bironta ishga endi rezyumega yozmasa ham suhbatga borganda aytib berish mumkin. O'shaning uchun rezyumeni to'ldirish uchun proyekt qilish kerak. Bu juda ham katta plus bo'ladi. Chem boyaga skilllar deb turib, prosta men bunaqa qila olaman degandan ko'ra, mana konkret ish, mana shuni qilganman deyish va o'zi ko'pchilik kurslarda o'sha Najot ta'limmi, Mohir devmi, hozir hammasini ichida o'sha proyektlari bo'ladi. O'zi ichida proyekt bo'lmasa, kurs o'qilmay qo'ydi hozir. O'shaning uchun o'shani qilish kerak. Bu ishonaga qiziq, ishoninglar. Siz bu endi bootcampni bitirgan odam uchun bu kichkina narsa, oddiy narsa, shuni ham endi yozaman deb o'ylashingiz mumkin. Yo'q, bu ishonaga qiziq bo'lishi mumkin katta ehtimol. Boya aytganda, meni o'zim ham masalan oddiy Excelda qilgan narsam boshida rosa o'ylanganman. Yozaymi rezyumega, yozmaymi deb. Yozmasdan ham jo'natganman, keyin to'lmay qolgan, keyin shuni ham yozib yuboray deb o'sha tekstlar bilan yozganman. Ishga suhbatga chaqirishyapti. Bu yoqda men shuncha Java o'rganganman, Spring o'rganganman, GitHub hamma narsa qolib, faqat o'sha proyektning ustida suhbat bo'lganda, men boshqa temaga olib o'taman, ular aylantirib yana o'shanga olib kelib qo'yaveradi. Sen to'xta deydi. Mana shuni qanaqa qilgansan, buni kassani qanaqa qilding deb hisob-kitob so'rayapti. O'shaning uchun har qanaqa narsa qiziq bo'lib qolishi mumkin kompaniyaga. Eng zo'r yo'li shu, endi boshlovchilarga. Menda imkon bo'lsa versiyalar experience yo'q odam portfolio yaratishga deyapsizlar. QA da o'zi YouTube ko'rganman, ko'p joyda aytadi, portfolio kerak emas deydi. QA sal nima deydi? Sal boshqa qiladi. Front-end yasaydi, back-end ham yasaydi, ikkalasi ham kod yozadi. QA yozmaydi kod, to'g'risi. Ayniqsa manual tester deydi. Manual tester ishi nima? UI UX buglari, ya'ni topish. Eng ko'p qiladigan ish shu, keyin test case yozish. Sizlarga oddiy misol berishim mumkin. Global Solutions degan kompaniyaga taklif qilishdi, Rossiya kompaniyasi ekan, mana shu yerda narsani qo'shib ketaman. Kirganimda mana rezyumem turgan ekan stol ustida, lekin men yozgan rezyum emas. Men chunki formatlarni bilaman. Ko'ryapman, qanaqadir joylari ko'p, ikki varoq. Nima bo'ldi dedim, rezyumeng dedi. Men sizga bunaqa rezyume jo'natmaganman desam, yo'q, men seni HitHunter'dan topib rezyumengni yuklab olib qo'ydim. Ya'ni texnik intervyu direktor oldiga qo'ydi. Ha, dedim. Ya'niki kompaniyaga bog'liq. Rossiya kompaniya bo'lganligi uchun HitHunter'dan olgan. Ma'lumki agar misol uchun Exadel, EPAM, SuperDispatch, yana nima Jafton katta kompaniyalar bo'lsa, aynan Yevropa standarti bo'yicha so'raydi. Va aytmoqchi bo'lgan narsam nima? Borganimda mendan portfolio so'radi. Ya'niki yozgan bug reportlarim, qanaqadir bug report yozganmisan, bizga tashlab ber. Test case yozdim deyapsan, yozgan ekansan, tajribang bor ekan, bizga o'sha test case'larni yozib ber, tashlab ber dedi. Bundan tashqari avtomatizatsiya qilgandim Cypressda. Avtomatizatsiyalarni ham so'radi. Kodini yozganligimni so'radi, GitHub'larni, anaqalarni so'radi. Shuning uchun sizlarga maslahat, manual testerlarga o'zi umuman balkim automation ham bilardirsizlar. Yozgan bug reportlaringni, misol uchun Trello'dan o'zlaring doska ochib, eslaringda bo'lsa, oddiy alifdan C'dan bug topdim. Xuddi shunaqa buglarni topib, bug reportlar yozib, chiroyli formatga keltirib, Trello'ni public qilib, linkini qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Bilmayman, linkini o'sha bunaqaga qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Rezyumega qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Chiroyli qilib qilsa bo'ladi. Qilsa bo'lmaydigan narsa emas. Test case'lar ham xuddi shunaqa Excelda yozib, 300 ta 400 ta yozib, birorta bitta veb-saytga Texnomartmi bilmayman yoki Uzun market chiroyli qilib buni ham eplasa bo'ladi. Qiyin narsa emas. Shunchaki harakat qilish kerak, ozgina qidirish kerak, internet bor. To'g'ri, bilaman, ko'pchilik bu yerda rus tili yoki ingliz tiliga qiynaladi. Qo'llaringda Google Translate degan narsa bor yoki Yandex Translate.
ya'ni tarjimon bemalol tarjimondan o'zbek tilida yozib, ingliz tiliga tarjima qilib, qidirib, ma'lumotni yana xuddi shu narsani teskarisiga, ya'niki tashlab ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib olsanglar bo'ladi. Ya'niki ilojsiz narsa emas, shunchaki harakat qilish kerak. Hamma narsani qilsa bo'ladi. Xo'p, Jahongirga bitta savolim bor edi. Men bilaman, bu sizlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Jahongir, sizda eshitgandim, sizda bo'lsa rezyume yozgansiz, jo'natgansiz, lekin jo'natganingizdan qabul qilishmagan, отказ kelgan. Va откazlarni siz adashmasam bitta ro'yxat qilib yozib chiqqandingiz. Shu haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Ha, shunaqa. Bu ya'ni rezyume to'g'ri yozilganmi, yozilmaganmi aniqlashtirish uchun bir ro'yxat qilinadi. Ya'ni o'sha qaysi kompaniyaga qaysi rezyume jo'natganingizni aniqlab qolishingiz kerak. O'shanda ko'rasiz, misol отказ kelsa, o'sha rezyumengizga отказ kelgan bo'ladi, ko'rasiz, nima yoqmagan. Nimani yana ham yaxshilasa bo'ladi. Shuning uchun men maslahat beraman, ishga topshirayotganlarga bitta alohida ro'yxat qilib turib, mana qaysi kompaniya, qaysi rezyume ketyapti, qachon jo'natilyapti, shuni yozib ketish maslahat beraman. Bu analiz qilishda to'g'ri juda yordam beradi analiz qilishda. Shuning uchun shunaqa qilganlari yaxshi. Keyin shu отказ kelgandan keyin shu rezyumeni ochasizlar, ko'rasizlar, qaysi rezyumeligini ochasizlar-da, uni tahlil qilasizlar. Nima noto'g'ri, nima yoqmagan va shuni o'zgartirib, o'sha rezyumeni keyingi versiyasini qo'yasizlar. Ya'ni muntazam ravishda rezyume yangilanib borishi kerak. O'tmayaptimi? Demak, nimadir noto'g'ri, yangilash kerak. Shuning uchun shunaqa qilingan. Kimdadir savol bormi? Bitta savolni eshitaylik-da, keyin imkon bo'lsa tugataylik. 2 soat bo'libdi, 2 soatdan oshib ketadi hozir. Xo'p, adashmasam savol yo'q. Men spikerlarimizga rahmat bildirmoqchiman, chunki bu yerda hozir aytilmadi. Lekin bu insonlar har bittasi ishga kirguncha bilmayman nechta rezyumeni update qilgan, nechta joyga topshirgan, nechta отказ, bilmayman qancha siqilish, to'g'risi qiyin narsa, oson narsa emas. Va sizlarni mana shu 1 yil, 2 yillik misol uchun tajribalaring, shu rezyume, aynan rezyume yozish bo'yicha, rezyumeni ishlash bo'yicha tajribalaring bizga manfaatli bo'ldi. 2 soatlik videoda hamma bilimni sig'dira olmagan bo'lsak ham, lekin 2 yil ichidagi eng muhim bilimlarni oldik. Rahmat kattakon sizlarga. Bu videomizni ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz, YouTube'ga. YouTube'da ko'rolmaganlar ko'rsanglar bo'ladi. Umid qilaman, guruhimizga endi rezyumelarni formatlarini to'g'rilab, yaxshiroq va ustida ishlab tashlaysizlar va ishlagandan keyin harakat qilamiz hammamiz shu rezyumelarni tahlil qilib, sizlarga foydali bo'lib, ya'ni kelajakda ishga kirishlaring ham ancha manfaatli bo'lishiga harakat qilaman. Rahmat kattakon hammaga. Sizlar hammanglarni fikrlaring yoki qanaqadir maslahatlaring bo'lsa, mana biz spikerlarimiz yaqinga kelishdi. Marhamat etinglar, biz shu kamchiliklarimizni ishlab ko'rib chiqaylik va shu o'zimizni guruhimizdagi odamlarga, komitimizga foydali bo'lsin. Xo'p, sizga ham rahmat, Ravshan. Shu ancha foydasi tegyapti. O'zbekistondagi QA'larga Yevropada tahsil olgan, Yevropada ishlab kelgan mutaxassis sifatida ancha tajriba beryapsiz. Avvalo rahmat aytmoqchiman sizga. Davom etinglar shu ketishda. Bundan ham kattaroq, bundan ham yaxshiroq natijalarga erishishlarni tilab qolaman. Rahmat. Rahmat taklif uchun, Ravshanbek, Xudo xohlasa keyingi yana suhbatlar qilamiz. Kengayib jamoa hali Xudo xohlasa zo'r bo'ladi. Rahmat kattakon. Rahmat kattakon. Men ham shu o'rinda rahmat aytib qolaman taklif qilganingiz uchun. O'zim uchun ham ko'p narsalar o'rgandim. O'ylaymanki, ajratgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Qo'limizdan kelgancha informatsiyani ulashishga harakat qildik. Hammaga rahmat. To'g'ri, men ham 1-2 og'iz gapirib qo'ymoqchiman. Ravshan, sizga ham rahmat. Shunchalik tashkillashtirib, mutaxassislarni topib, organizatsiya qilganingiz uchun. Sardor akaga, Jahongirga, Saidam akalarga ham kattakon rahmat. Qimmatli vaqtlarini ayamasdan kirganlari uchun. Bugun yakshanba, o'zi hafta davomida ishlanadi, qattiq. Yakshanba kunlari dam olinadi, boshqa rejalar qilinadi. Lekin shunga qaramay, taklifimizga qarshi bo'lmay kirganingiz uchun sizlarga ham rahmat. Va xolasa
kelgusida yana boshqa bir suhbatlarda ko'rishib qolamiz degan umiddaman. Rahmat sizlarga, vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Rahmat kattakon tilaklaringga, bildirganlaringga. Inshaalloh yana ustimizda ishlab, foydali ma'lumotlar beramiz. Rahmat. Bo'lmasam ruxsatinglar bilan suhbatimizni yakunlasam.